onasi bilmagan narsani siz qayerdan olyapsiz deyishuvdi. O'sha gapirgan insonni anaqaga bloklab qo'yishibdi-da. O'sha narsaga siz qanday qaraysiz degan savolni beribdilar. Men bu narsaga qanday qarayman? U Gavharni og'zi, Gavhar xohlagancha gapirsin. Men unga ortiqcha gapirmayman, ortiqcha ishim ham yo'q. Chunki menda hozir birinchi o'rinda kuch-quvvatni yig'ib oxirigacha borish uchun harakat qilishim kerak. Gavhar menda hozir основной o'rinda turgani yo'q. Menda hozir birinchi o'rinda bolamni shu ahvolga solgan jinoyatchilarni jazolash, obro'sizlantirgani uchun Avaz bilan gaplashib, o'sha uniyam qonun doirasida jazolash. Qolganlarini keyin o'ylab ko'ramiz. Qolganlar keyingi darajada hozirgi kunda. Xudo U xohlasa. Gavharga hozir gap ochilgani uchun to'g'ri, vaqtida men bilan gaplashdi, chiroyli gaplashdi, harakat qildi. Balki rostda kamiga harakat qilgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun jahli chiqayotgandir. Mayli, buning uchun men uzr so'rayman, agar mendan o'tgan bo'lsa. Lekin Azizbek aka, bitta bu narsani bir-biri ayta olaman, biz ayol kishimiz ozgina sabrli bo'lishimiz kerak edi. Balki o'sha men u bilan gaplashmay Koreyaga kelishimga aynan bir narsalar sabab bo'lgandir. Ozgina sabr qilib turish kerak edi. Albatta men u ayolga chiqardim. Bir kun, 2 kun o'tmay turib ham chiqardim. Bu narsaga. Mikrofoningizni yopib olasiz. Mikrofoningiz ochiq turibdi. Lekin o'zi bu narsani xohlamadi, o'zi harakat qilib ketdi, o'z-o'zidan chiqdi. Men shu paytgacha hali bu ayolga ortiqcha gapirgan joyim yo'q. Negativlarga ko'milib ketdi u ayol. O'zim ham tushunmadim nega unaqa qildi. No, o'sha paytgacha yaxshi gaplashgan kunimizgacha bo'lgan narsada agar meni aybim bo'lgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Lekin men o'zimda ayb bu yerda ko'rganim yo'q. Vaqti soati keladi. Hozir juda ko'p negativlar yozgan, juda ko'p gaplari bo'lyapti. Buni har bittasi uchun javob beradi deb men ham gapirsam bo'ladi, lekin xohlamayman. Alloh bor tepada, Allohimni o'zi jazosini beradi, Xudo xolisa. Assalomu alaykum, Feruza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men sizga Allohdan sabr, ofiyat tilayman. Inshaalloh bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Bolajonni Xudo xolisa. o'stirib, ularni avaylab, asrab, shu kamida Javohirdagi elga xizmat qiladigan inson qilasiz degan umiddaman. Avvalo Alloh sizni mehnatingiz, xizmatingiz Xudo xolisa asqotadi va kerak bo'ladi qo'llab-quvvatlashingiz. Men sizdan bitta narsa so'ragan bo'lardim. Anu Avazku mayli, erkak kishi emasda, farzandni 9 oy qorinda ko'tarib yurib, katta qilish haqida uncha-muncha tushunchasi yo'qda. Lekin mana bu 5 ta bolam bor degan ayol bilan anu yoqib yuborish kerak edi degan ayolni qonun doirasida qanchalik jazo, og'ir jazo beradigan bo'lsa, ana o'sha jazoni so'rang suddan. Men Xudo o'shani xolisa. so'rang demoqchiman. Xudo xolasa bu dunyoda ham, u dunyoda ham ular javobini berishadi. O'tib ketgan ayol haqida shunaqangi buzuq gapirgan gaplari uchun o'ragan ro'moliga mos ish qilmagani uchun u ayol javob bersin. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Men shuni so'rayman. Asli Allohga juda ham karami keng. Men u ayolga jannat bersa menga yoki sizga qolmaydi demoqchi emasman. Lekin gapirgan gapi uchun javob bersin. Tilingizga shakar, ko'nglim deydi gapni gapirdingiz. To'g'ri. Tilingizga shakar. Kulganini aytmaysizlarmi uni? Kuladi timmi asabimizga tegdi. Alloh xohlab qo'ygani mana shu-da. Bularga undan oshiq xohlab qo'ygani shu. Tilidan mana shunaqa narsalar chiqyapti-da. Xohlab qo'ygani shu, o'z asli bu dunyodagisi shu. Bundan oshiq yomon narsa bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum, Feruzaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Sizga sabr, toqat, Allohim kuch-quvvat bersin. Javohirjonga ham kuch-quvvat bersin. Sizlarni qo'llab-quvvatlab turamiz, iloj bo'lsa duo qilib turamiz bolam. Sog' salomat bo'linglar. Ishlaringga omadini bersin. Qizimni o'sha adolatini tiklashga kuch-quvvat ato etsin Allohim. Rahmat, sog' bo'ling. Javohir, Anora, yana ko'pchilik bor bu yerda meni oldimda yurgan. Shular sog' salomat bo'lsin birinchi o'rinda. Ha, o'shalar ham sog' salomat bo'lsin, hammalariga kuch-quvvat bersin Allohim. Ilohim. Sabr, toqat bersin sizga qizim. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Qandaysiz Feruza opa, yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamay yuribsizmi?
Avvalambor qizingizni joy jannatda bo'lsin. Nozimaxonni Alloh rahmatiga olsin. Sizga sabr, Alloh panohida bo'ling. Hamma yurtdoshlarimizga kattakon rahmat. Tinch bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Feruza aka. Hozir bir narsani aytib qo'ying. Feruza opa, ozgina doda kamtarlik qildilarmi, go'zal odob bilan. Bular Nozimaxonni haqlariga xatmi Qur'on qilib o'tgan kuni bag'ishlab qo'yganlar. Qahramon doda. O'shani Alloh rozi. Ular Alloh aytmadi. rozi bo'lsin, ilohim. Rahmat katta. Onora yaxshi qiz ekanda, haligi Nozimaga adolatib chiqqanda rosta yig'lab ko'rdim. Harakatda juda ko'p odam harakatda. Anora, u yoqda yana qizlar, ularni endi hammasini ismini bilmayman. Hammalari jasur, mard bo'lib chiqib kelishyapti. Bu o'zi bo'lmaydi bu narsani chiqib u yerda yurishlari. Rahmat hammalariga. Sog' salomat bo'lishsin ilohim. Sog' bo'ling, siz ham birinchi o'rinda sog'lik. Qolgan farzandlaringizga ham keraksiz opa. Ha, to'g'ri. Qolgan farzandlaringiz rohatini ko'ring. Nozimaxonni o'g'lini to'ylarini ko'ring, ilohim. Mana shu yoningizdagi Anoraxonga ham rahmat. U qiz ham jon-jahdi bilan harakat qilyapti mitinglarda ham. Rahmat, sog' bo'ling. Adolat qaror topsin. Nozimaxonni ko'zi kulib turardi ekan. Yaxshi qizlik yuzidan ko'rinib turibdi. Chaqchaq qiladi. Ko'ribsizmi? Men jiyaningizman, tanidingizmi? Siz bilan chatda gaplashmasam, ha, yaxshimisiz? Rahmat. Chatda gaplashmasam, qanaqa qilishga xijolat bo'laman. Vaqtingiz bo'ladimi, yo'qmi? Sizdan hol-ahvol so'rashga uzoqgina undasiz. Tinchmisiz? Rahmat. Bir narsani aytgim keldi. O'sha kunda opamni yonlariga edimda men. Opam mehmonga kelgandilar. Gapirib berishga ham juda ham stressli bo'lganda, juda ham qayg'uli bo'lgan. Sal bir o'zimga kelib olay, bir batafsil chatda gapirib beraman sizlarga. Assalomu alaykum, Feruza opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Sog'liklaringiz yaxshimi? Uzoq yurtlarda Alloh panohida Allohim asrasin, ishlaringizga rivoj bersin, Nozima singlimizni oxiratlari obod bo'lsin opa. Yotgan joylari jannatda bo'lsin, ilohim. Qolgan umrini mana bu o'g'li farzandiga qo'shib bergan bo'lsin, ilohim opa. Shu qizingizni nimalarini o'g'li nevarangizda ko'rish nasib aylasin opa. Ilohim sizni ukamiz Javohirjonni Allohim o'z panohida asrasin. Ishlaringizga rivoj opa. Adolat qaror topsin. Siz uyda qaynotam, qaynonam, o'zimda onajonim, dadajonim sizlarni haqlaringizga duo qilib, mana shu nimalarni eshitib, ilohim Allohim mushkullarini oson qilsin deb duoda har doim opa. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Assalomu alaykum, Salomat Feruza opa. bo'linglar. Assalomu alaykum. Men ham anaqa nima edi, gapirolmayman-da, hali unaqa rosa anaqaman, yosh qizman. Lekin qanaqadir meni ham ko'nglimga soldi-da Alloh. Birinchi ularni gruppasida ko'rib qoldim, Nozimani anaqasini, videolarini. Keyin bu yoqda Javohir akani ham Instagramlari chiqib qoldi-da. O'shandan beri kuzataman, faqat hammani eshitaman, uni gapirolmayman. Unaqa rosa gapga yo'qman-da. Alloh sabr bersin sizga. Assalomu alaykum, Feruza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alloh kuch-quvvat bersin, opam, sabr-toqat bersin. Nevarangiz yaxshimi? Sog'-omonmi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Singlimiz Allohim joylarini jannatda qilgan bo'lsin. Sizga sabr-toqat bersin, opajon. Amin. Stoni ham juda chiroyli ko'rinyapti. Haligi turpag'i ham yumshoq chiqibdi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Feruza Assalomu opa. alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Feruza opa. Assalomu alaykum. Alloh sabr bersin sizga. Men birinchi ko'rganimda bilgandim, shu qizni vol qilishibdi degandim. Lekin hammani gapiga o'tirib duo qilmaydim. Onasi bir narsalar deb chiqishgandi. Chiqqaningizda men shunaqa nima deydi, ichimdan xursand bo'lganman. Oxirigacha borsin shu xotin. Nimani ham yig'ishtirib qo'yib shu oxirigacha borsin deb rosa xursand bo'lgandim-da shu. To'xtamang, hech qachon to'xtamang. Oxirigacha boring. Hammasini jazosini berib, keyin davom ettiring qizingizni nimasini. Nima deydi, motam deydimi, shu motam qilmaydimi, bir narsalar deb gapirishdi-da. Men aytdim, "Mana shu ayolni matonatiga men dedim, qoyil qoldim" dedim. Men bilmayman nima gapira olmayman-da, hozir bir narsa deya olmayman. Lekin oxirigacha boring, oxirigacha. Yoningizdagi Anoraga ham men o'zi o'shanga yetkazib qo'ying-da. Barcha ayollarni bu boshqalar tushunishmayapti. Uni yonidagi avaz yonidagi ayollar tushunishmayapti. Bular sizlar mana Javohir chetda yurgan har bitta ishlayotgan o'zbek ayollarini bular himoya qilishyapti. Ular tushunib yetmayapti-da. Mana shu ishda siz yutib chiqsangiz, bu barcha ayollar yutib chiqdi degani. Albatta. Barcha ayollar yutib Oxirigacha chiqdi degani. Xudo xolasa oxirigacha boramiz, hech qoldirmaymiz bu narsani. Xudo xolasa albatta yaxshi anaqalar bilan qaytamiz O'zbekistonga. Endi Hammasi joyiga bo'lsin. Yorug' yuz bilan qaytamiz O'zbekistonga, Xudo xolasa. 26 yosh juda ko'p edi. Duodamiz har doim. Hozir bir inson menga anaqa savol beribdilar. Anaqalar mikrofonlari ochiq shekilli. Sherzod kelmadimi yoki uydagilari birortasi uzr so'rab chiqmadimi deb yozibdilar. Yo'q, Sherzodning o'zi ham, uydagilari ham uzr so'ragani yo'q. Aybi bo'ldi hammasi. Wilson Hezalak. Assalomu alaykum Feruza opajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men Nozimani hammaga ochiq ko'ngil, hammaga yordam beradigan qizligini yana bir bor sizni gaplaringizdan, hozirgi gaplaringizdan yana bir bor bilib oldim-da. Anaqani Jamshidga olib borib qo'yganman dedingiz-ku, uni shu Nozim iltimos qilganda sizdan, masalan, onajon olib borib qo'ying deb keyin Marjonani ham aytdingiz, bolasini olib borib qo'ying deb aytgan dedingiz. Shunaqangi bag'ri keng, hammaga yordam berishi xohlaydigan qiz ekanda. Nozimaga qoyil qoldim. Men Nozima haqidagi ma'lumotni Sabinkim degan Koreyada turib, koreyalik qiz bor-ku, o'zbek yigitiga turmushga chiqqan. O'shani to'yiga Nozima borgan ekanda. O'shandan bildim. Uni gruppasida narsa sotib olardim-da. O'sha qiz yozib qoldi. Mani to'yimga kelgan bu qiz haqida noto'g'ri gaplar yozmanglar. Bu qiz juda ham ko'ngli ochiq, hammaga yordam beradigan qiz. Uylariga, onalarini oldiga mani Koreyadan, mani to'yimga kelgan qizlarni hammasini yig'ib olib borgan ekanda, uyida qolishgan ekan. Deb mehmon qilgan ekanlar oilari deb. O'sha qiz yozdi-da, himoya qilibdi. O'shanda men Nozimani haqidagi ma'lumotlarni keyin ko'rishni boshladim-da. Keyin o'sha Ro'za oylar edi. Nariga otini aytishni ham xohlamayman. Baxshi Nozima haqida juda ham yomon gaplarni gapirdi. Mashinasiga o'tirib olib, challenge qilinglar, bu narsalar dedi-da. O'sha payt Ro'za oylar edi. Men o'shanda hamma ikkilanib qoldi-da. Nima bo'lgan ekan, o'zi kim, qaysi tomon to'g'ri deb. Lekin men Allohdan so'radim, o'sha tahajjudlarimda kechqurun so'radim-da. Alloh nima anaqa, men ko'nglim Nozimani yaxshi inson deb bilyapti. Sen ko'nglimga solgin, qanaqa ekan mana deganimda Alloh menga shunaqa Nozimani nurli qilib ko'nglimga solib qo'ydi. Rosa tahajjudlarimda so'raganman. Alloh yuzini och. Kim yomonlik qilgan bo'lsa, yuzini ochgin, shu onaga yordam bergin deb sizni juda ham yaxshi tushunganman. Siz rosa ham to'g'ri ish qildingiz, bu ishni ochib, oxirigacha borib, ona farzandi uchun sher bo'ladi-da, hamma narsaga tayyor bo'ladi. Biz sizni orqangizdamiz-da.
Nozima uchun adolat Alloh Xudo xohlasa adolat qaror topadi. Biz bunga ishonamiz. Allohning buyuk adolatiga ishonamiz. Nozimani gapirgan gaplariga hech qachon u insonni gapirgan gaplariga Nozima haqidagi hech qaysisiga ishonganimiz yo'q biz. O'sha Ana ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Ana Ko'nglingiz Sherzod bor. xotirjam bo'lsin. Sherzod. Nozimani nervi chit qilib, asablarini buzib, siqib, pullarini ishlatib, tiyinigacha to'lasin. Ashuni tarafdorimiz O'zbekiston ayollari. Uni begona davlatda uni urib, boshqa davlatda bo'lib ham o'zini bitta joydanligini bitta O'zbekistondan borib turib uni xo'rlab, siqib, nervi chit qilib, asabiy qilib, ashunaqa qilganlarigacha tiyinigacha to'lasin. To'g'rimi, nima deysizlar? Hammasiga javob bersin. Hammasiga javob bersin. Boshqa davlatga o'zicha anaqa ahvolini ko'rsam nervi chit bo'lib ketamanda. Shiqtini ko'rsam ashini. Asabiy qilib boshqa davlatda xo'rlaganlarigacha javob berish kerak u hamma yo'g'iga. Qotil bo'lmagan taqdirda ham javob beradi u. Asablarini buzib, u qizni boshqa davlatga borib, haligi o'zicha Boshqa odam savol kim zulm qilgan, Nozmaga kim azob bergan, hamma jazosini olsin. Biz tarafdori shu javobini bersin. Ishlatgan pullarigacha tiyinigacha to'laydi. Urgan Assalomu alaykum Feruza opa, yaxshimisiz? Siz yemisiz? Charchamayapsizmi? Alloh mushkullaringiz oson qilsin opa. Javohirbekka ham yoningizda yurgan F6 vizali qizlarga ham rahmat, ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Opa, sal siljish bo'lyaptimi? O'zingizni sezasiz-ku chetda yurib. Albatta siljish bor, yaxshi tomonlarga siljish bor. Aytdik-ku, Xudo xolasa tez kunlarda yaxshi yangiliklar bilan chiqamiz, Xudo xolasa. Hozir menga yana savol berishibdi. Gavharni gaplarini aytishyapti qayta-qayta. Endi hozir aytib o'tmasam bo'lmaydi. Gavhar u yoqda rosa gapiryapti, deyapti. Kameralarni ko'rsatgan, deyapti. Men bilan Javohirning ustidan yozar ekan. Erta chiqib jir deb gapirib, har narsani gapiravermasdan, yoza qolsin ustimizdan, yozish kerak bo'lsa, nimani kutyapti? Yozaman deb jar solganda birov borib uni o'rniga yozib bermaydi-ku. Gavhar xohlagan joyiga yozsin, qo'lida bir narsalar bor ekan, bemalol olib boraversin. Qonun doirasida agar o'sha narsaga javob berish kerak bo'lsa, men o'zim turib javob beraman. Javohir uchun ham, o'zim uchun ham kerak bo'lsa, Javohir qo'yib qo'ymaydi ham, u ham o'zi javob bera oladi. Qilgan ishlari yoki bo'lmasa bosgan qadami uchun hech qachon qochib ketayotgan joyimiz yo'q bizni. Biz mana shu yerdamiz har doim. O'zingiz bilasiz-ku, bu yerda kim? Ha, kamera bo'yicha gap so'rashyapti. Kamera bo'yicha u milisaxonaga kirmagan bo'lsa, u qatnashmagan bo'lsa, men borgan anaqada, meni chaqirishgan paytda, men kirgan paytimda, so'rovnoma bo'lgan paytida, meni ish bilan tanishtirishgan paytida Gavhar u yerda umuman bo'lmagan. Ular o'z-o'zidan uni deyapti, buni deyapti. Agar ishongilaring kelsa, o'tib bemalol ishoninglar. Menga unaqa savollaringni ishonsalaring, ularga ishoninglar. Ishonmasanglar, menga kelib aytmanglar bu savollarni. Oxirgi marta o'sha hozir eshitayotganlarni hammasiga aytayotganim yo'q, prosta kamerasi ochilmagan bir inson so'rayapti, o'shalarga aytyapman. Kameralarni menga hammasini ko'rsatilmagan. Menga kamera 2 sekunddan kamera ko'rsatilgan bo'ldi. Faqatgina liftga kirayotgani, liftdan chiqayotgani qizimni ikkalasi olib chiqib ketayotgan joyi skoriyaga borganda o'sha mashinadan olib skoriyaga solgani bo'ldi. Boshqa joy hech qayerda ko'rsatilmagan. O'shalarda ham qizimni o'zini, yuzini, polni o'sha qiz ekanligini, o'sha Nozima ekanligini ko'rsatib berishmagan. Hatto men yerda Sherzodni ham tanimaganman. Betlari yopiq bo'lgan bularning. To'g'ri, gavdalari o'xshashi mumkin, lekin aynan yuzlariga yopiq tushib qolgan. O'shaning uchun men ularni to'liq tan olmaganman. O'sha yerda men Jamshid borligini ko'rib qolganman. Bu bola kim deb so'raganimda Jamshid deb aytishgan. Mana shu yerda bilganman. Kamerani 100% ko'rsatishmagan bizga. Bizga kerakli kameralar ko'rinmagan. Uyni tepasidagi, eshikning tepasidagi kamerani umuman ko'rsatishmagan. Erta kamera borligini biz bilmaganmiz ham. Biz o'zimiz keyin Anora bilan borib, aylanib ko'rib kelaylik uyini deb borgan paytimizda erta kamera borligini, vaholanki bitta emas, ikkita emas, 4 ta emas, erta juda ko'p son-sanoqsiz kameralar borligini biz ko'rib, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib hayron bo'ldik.
zinani borligini ko'rdik. Parkovkadan bemalol mashina bilan kirib 4-etajgacha, уже 5-etajda zina orqali bemalol chiqsa bo'ladi. Kamera umuman yo'q u tomonda. Ularni ko'rib keldik, o'zimiz borib keyin ko'rib keldik. Politsiya tomonidan menga haqiqiy hech narsani nima deydi, oydinlashtirib ko'rsatishmagan hech narsani. Bu prosta Assalomu alaykum. men ana unda Koreyada o'zim xohishim bilan o'ynab yurish uchun kelmaganman bu yerga. Menga ham tezroq berishsa, tezroq bitsa-yu, tezroq bolalarimni oldiga qaytsam deyman men. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savolim bor edi Feruza opaga. Eshitaman. Feruza opa, o'sha Nozima qizingizni Koreyadan jo'natishganda siz Eshitilmay qoldi menga. ochmagansiz. Feruza opa, assalomu alaykum. Ana hozir gapirayotgan ayol ovozingiz uzilib qoldi, boshqatdan gapiring. Assalomu alaykum Feruza opa. Ha, eshitaman, Men savolim savol bor beryapman. Ha, ayting. Bering savolingizni. O'sha Nozimani jo'natishganda siz ko'rgansiz qizingizni qanaqa ahvoldaligini. Nimaga jinoyat ish ochmagansiz opa? Qarang, bizga Voy bular xudo. borku, O'sha jinoyat kuni ishi o'zidan. ochilgan. Jinoyat ishi ochilgan. 20 kunda xudo xolasa ekspertiza javoblarini beramiz. O'shanga qarab davom ettirasiz. Bu tomonda aynan Setorani o'zi voy hali yopilgani yo'q, jinoyat ishi davom etadi. Hali bularni boyagi Yo'q, O'zbekistonda jinoyat ish ochmagansiz. eshityapsizmi? Gapimni avval eshitib oling oxirigacha. Bular bizga shu gapni aytishgan. Setoradan so'raganimda Setora ham jinoyat ishi yopilgani yo'q, bu yoqda davom etyapti. Boyagi detektor stoli deyiladimi, nima deyiladi? O'shanaqa rost gapiradigan stollarga hali bularni stollarga o'tkazadi deb gapirgandan keyin biz u yoqda jinoyat ishi ochmaganmiz. Chunki bular bizni ishontirgan bu narsaga. Ishontirgandan keyin o'zimizda ham bu gapni 2-3 marta aytib o'tdim. Prokuraturada ham aytildi. Koreyada joyda ekspertiza bo'lgan bo'lsa, ekspertiza javobini kutish kerak deyilgandan keyin biz hech narsa qila olganimiz yo'q. Kutdik, qonun doirasida harakat qildik biz ham. Yo'q, xo'p, tushundim. Opa, mana shu sud ekspertizaga bersiz ham bo'lardi-ku. Nimani berishim kerak? Qizni. Nima dedilar? Siz tushunmayapsiz-da gapimni. Sud ekspertizaga berishim uchun Men juda yaxshi Assalomu tushundim. alaykum. Yo'q, mana Assalomu qarang, men alaykum sud Feruza opa. Gap qo'shmay ozgina turinglar. to'xtab turinglar. Sud ekspertizaga berishim uchun bu yoqdan Koreyadan meni qo'limga haqiqiy dokumentlar borishi kerak, nimadir bo'lishi kerak, asos bo'lishi kerak. Asos menda yo'q bo'lsa, bitta met ekspertiza turibdi qo'limda. U bilan hech narsani bitira olmaysiz. Hech kim sizdan jinoyat ishi o'z-o'zidan ochib bermaydi. Qani qo'lingdagi narsalar deb so'raydi. Qonuniy hal qila olmaysiz u narsani. Ular Assalomu so'radi, alaykum. bo'ldi dedi, siz olib kelib bering dedi, biz ochamiz. Erta nima bor, nima yo'q, avval zapros qilish kerak, olish kerak u narsalarni. Olmay turib, O'zbekiston o'z-o'zidan ochib bera olmaydi bu narsani, chunki xalqaro bo'lyapti bu narsa. Tushundim, rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum Feruza opa. Feruza opa, assalomu alaykum. Qarang, Bir mana og'iz shu ayol gapiring. borku, boya ham mana shu savolni ko'tarib chiqibdi, mana shu islomida. Qarang, men qo'shimcha qilib ketay. Qarang, bitta farzand yo bo'lmasam bitta marhum deng, Koreyada med ekspertiza qilindi deb turib tilinib kelyapti, badani so'yilib kelyapti, jaydari qilib aytganda. U bolangizni islom eshiting, to'g'ri, men so'radim. Menga qarang aka. Eshiting, Nima eshiting oxirigacha. Men to'g'ri javob Eshiting so'radim, oxirigacha. xolosman. Urishmanglar Feruza opa. Mana rasmi bor, qani kirayapti o'zini. Siz qarang, Mana farzandim bor. Lekin men chet-elga jo'natmayman. Voy xudo. Ertaga nima bo'lishini bilmaysiz, chet elga jo'natmayman deb hamma ham niyat qiladi. Bitta bolani qabrga qo'yib qo'yishda o'zi yo'q-da. Siz berayotgan savolingiz noma'lum. Niyatim yo'q. Feruza opa, bularga jaydar tushuntirib bering. Bitta gapirsin, savolga javob bera olsin. Bu xotin boya ham ko'tarib chiqdi buni. Bu jaydar qilib tushuntirib bersam, farzandingni Koreyada so'yib tekshirib ko'rdi. Bo'ldi, javobi 20 kunda keladi deyapti, avaz degani. Yana kelib bolamni tekshirib ber deb yana so'ydirasizmi? Bolangizni u yoqda javobi chiqishini kutishingiz kerakmi?
To'ppa to'g'ri. Ular aldab turibdi-ku 20 kunda javobini beramiz deb. Oddiy-ku buni javobi, buni oddiy javob. Bu fitna qilib yuribdi bunaqa ayollar bor-ku, nimaga aqli bor hammani. Kim farzandini qayta so'ydiradi, Jaydar qilib aytganda. To'ppa to'g'ri. Feruza opa, assalomu alaykum. O'shani hozir tagiga yetish uchun chet el davlatlarda yuribdi-ku, battab qabrini ham qo'yib qo'yib, hamma yo'g'ini Assalomu qo'yib qo'yib, alaykum, Feruza berayotgan opa. Iltimos, pullaring Baxtigul bo'ylab opani beringlar. gapirtiringlar. Boytamanda salom Voy berib xudo. Assalomu alaykum. Uzoq Assalomu qilmaymiz, alaykum. bitta gapiramiz. Assalomu alaykum Feruza opajon. Man Baxtigulman. O'zimni original profilimdan bir san'atkor sifatida ijtimoiy tarmoqda Instagramda 100 mingga yaqin obunachim bor sifatida gapirmoqchiman. Bu Dalil Uzzi mana shu Nozima vafot etgan kundan hali boyagi Hoji akani ham kuzatib yurardim. To'g'risini aytaman, blogerlarga oldindan ham ishonmaganman. Juda ko'p yolg'onlarni o'zimiz shaxsan bilamiz. Shu narsani ichida, sistemani ichida bo'lganimiz uchun. Shuning uchun men u Hoji akaga juda ham ishonmaganman boshidan. Avvalambor Feruza opa, sizga chin qalbdan hamdardmiz. Ilohim Nozimani oxiratini obod qilsin Allohim. Shunaqa yuzidan nurli, shunaqa go'zal qizingiz bo'lgan ekan. Ilohim mana bu hammasini kuzatib kelib, hammasini kuzatib yuribmiz. 100% emas, 1000%. Biza organda sistemasini tushunmasligimiz mumkin, lekin bu ko'rinib turgan haqiqat. Dalil Uzga omad 1000%. Hammasi o'sha boshida turgan, boshidan kim qahramonlar chiqib kelayotgan bo'lsa, obraz hammasini qo'li bor. Nozima 100% o'ldirilgan. Ilohim oxirat obod bo'lsin qizingiz Feruza opa. Sizga sabr tilayman, sizga kuch-quvvat tilayman. Biza podeshkadamiz. Ilohim rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Gapiraveringlar endi. Feruza opa, yana bitta savol qarang. Yana ular ko'tarib chiqayotgan yana bitta savolda. Qarang, Feruza opa, siz ana sizga videolarni ko'rsatishga o'sha davlat xodimlari bilan kirdingiz-ku, 4 soatlik suhbat bo'ldi debdi. Videolarni ko'rsatdi sizga. O'sha paytda yoningizda yo telefon yoki bir kamera bormidi o'zingizda zapis qilib olish uchun? Yo'q, bermadi, hammasini olib qo'yishdi. Mana javobi, bilib qo'yinglar. Zapis qilib ko'rsatsin, bergan fleshkaga berdimi sizga o'sha zapislarni? Yo'q, hech narsa bergani yo'q. Bilib qo'yinglar negativlar. Onaga hech qanaqa narsa berilmagan, prosta olib kirib ko'rsatilgan ikkita bir rasm ko'rsatilgan. Shu gapni aytdim, uzr gapingizni bo'ldim. O'tgan safar ham xuddi shu gapni aytdim men. Posolstvo elchixonadan borgan, o'sha migratsiyadan borgan inson bilan kirgan bo'lsa, ikkita odam bor deyardim, bitta переводчиги bilan. Lekin o'sha yerda bizga politsiyada aytildi, bu narsani hali ona norozi bo'lib turgan joyda ishlar davom etyapti, hali tergov jarayoni davom etyapti, yopilgani yo'q. Ona norozi bo'lsa bu narsa dedi davom etadi dedi, biz yopa olmaymiz, lekin hozir shu yerda bo'lgan voqeani dedi hech kimga chiqarilmaydi hali dedi. Hali bu narsaga rasmiy munosabat berilgani yo'q, qo'limizga qog'oz berilgani yo'q bo'lgani uchun ular shunaqa dedi boshlig'i, politsiyani boshlig'i aytdi. Lekin migratsion deydigan o'sha Qudratilla degan odam bu narsani rasmiy munosabat deb chiqarib oldi. Rasmiy anaqa bo'yicha chiqarib oldi, lekin qayerdan chiqardi u odam biz tushunmadik. Qanday rasmiy chiqaradi agar menga berilmagan bo'lsa hech narsa? Feruza opa, qarang, kecha zam hokim Tashqi ishlar vazirligining qarori chiqdi deb tuhmatlayapti. Bu vazirlikka nisbatan. Qarang, eshiting. Hozir gapingizni bo'ldim, men jahlim chiqib ketdi. Kecha men o'sha suhbatda edim. Zam hokimni profili bilan gaplashganimda Tashqi ishlar vazirligining qarori chiqdi deyapti. U saytida turibdi deyapti. Men saytiga kirdim, ofitsial axborot nimasiga. U yerda hech qanaqangi qaror ko'rmadim men. Bayonot turibdi, faqat bayonot, mana shu ish bo'yicha bayon qilingan. Bo'ldi. Qaror chiqargan yo'q hali. Yo'q, Tashqi ishlar vaziri deyapti, qarori chiqarib qo'ygan deyapti, saytiga kir deyapti. Butun xalqni manipulyatsiya qilib, qaror chiqdi deb u tuhmat qilyapti, vazirlikka ham nisbatan u. Men o'zim kirdim, o'zim posol bilan o'sha Alisher aka degan inson meni chaqirtirdi.
kelsinlar, nima xohlayapti, bir gaplashib suhbatini olaylik degan ekan. Endi uni og'zidan bu gapni eshitganim yo'q, lekin oradagi odamlar shunaqa deyaptilar, ko'risharkansiz, sizni chaqirishyapti deyishdi. Men bordim, ko'rishdim, gaplashdim o'sha yerda. O'shanda men xuddi shu savolni ko'tardim. Rasmiy anaqa berilibdi sizlarga. Munosabat bildirishdi rasmiy deb. Qani, shuni menga ham beringlar. Menga bermayapti. Men ham olayda, men ham ketay bo'lmasa shu qog'ozni olib, bu yerda yurmasdan deganimda meni qo'limga hech narsa taqdim qilib berisholmadi. Hech narsa, yo'q narsani gapirishgan. O'sha yerda keyin shu Alisher aka aytdiki, Qudratillaga to'g'irlab qo'ygin u qilgan ishingni dedi. Qudratilla qilgan bu narsani, Qudratilla qilgan. Nima maqsadda qilganini Qarang, bilmayman lekin. qarang. Yo'q, qarang. Bayonot bergan. Bu ish Koreya ichki ishlari bilan hamkorlikda nazoratga olingan deb turib bayonot bergan. U Nazoratga qaror emas. olingan, lekin hali hech Qaror, qanaqa u qo'limizga qog'oz qaror berilmagan, qaror berilmagan qo'limizga. qaror emasda u opa, uni tushunmayapti ular. Qaror emas bu, bayonot bu. Bayonot bilan qarorning Hozir mana farqiga bormaydigan. birinchi onam yozyapti, hozir Gavhar deydi, hamma narsani Avaz haqida ham, Sherzod haqida ham hamma dokumentlarni tayyorlab qo'liga beruvdim, o'zi ariza topshirmadi. Qanday meni qo'limga beradi? Men Gavhar bilan ko'rishmagan bo'lsam. Men u ayolni hali ko'rmaganman. Men umuman ko'rmaganman. Hayotda men u ayolni U ayolni gaplarini eshitdim, u ayolni gaplarini eshitdim, lekin bu bayonot bilan qarorning farqi borda, osmon bilan yerchi. Buni tushunish kerak odamlar. Feruza ham eshitaylik. O'sha bergan Xo'p, arizalarimni ham mayli. eplab politsiyaga bera olmayapti deb yozyapti-da. Akasi tergovchi Eplab emas. politsiyaga emas, meni qo'limga u ayol hech qanaqa dokument bermagan. U ayol Telegram orqali gaplashganmiz. Hamma narsa tayyor, kelsangiz qilamiz. Meni keyin orada yana aytdiki, kelmasangiz ham o'zim qilaveraman dedi u ayol. Men o'sha ayolga ishonib, почти salkam 1 oy vaqtimni yo'qotib qo'ydim. Men ishondim, o'sha ayolga ishonib, почти 25-26 kun vaqtimni yo'qotib qo'ydim. Chunki u ish ochildi, jinoyat ishi qo'zg'atildi, kameralar olindi, hammasini ustidan arizalar yozilgan, tayyorlaganmiz hammasini degani uchun men bemalol uyimda o'tirdim. O'sha ayol qilyapti meni nomimdan deb. Lekin meni qo'limga, men u ayolni yuzma-yuz ko'rmaganman. Meni qo'limga hech qanaqa anaqa yozilgan, o'sha tayyorlangan arizalar bormi, boshqa hujjatlar bormi? Hech narsa meni qo'limga berilmagan. Odam sal gapirganda Allohdan qo'rqib gapiradi-da. Yo'q, mayli, mana ko'z bilan ko'rib turgan narsa. Tashqi ishlar vazirligi qaror chiqargan yo'q, bayonot berdi xolos. Bo'ldi, u narsaga Qaror o'sha javob chiqargan yo'q uni. aytildi. O'shani hozir ular noto'g'ri qilib yetkazyapti. Kecha zam hokimni o'zimi bilmayman, ovozini o'zgartirib zam hokim deb chiqdi chatida. Tashqi ishlar qarori chiqqan deyapti, vazirligini deyapti. Bu qaror bilan bayonot. O'shaning uchun odamlarni ikkiga bir ikki xayol qilmaslik kerak-da. Bayonot berdi desin, to'g'ri gapirsin deyapman-da. Nargiza opani ham ochib qo'yingizlar, Nargiza opani. Rahmat hammaga, uzr, ko'p gapirdim. Xudo xohlasa, 17-yillar keldi. Detektiv hammasi zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, amin. Gaplar yolg'on ekanda. Menda bir savol borda, nega shu kungi kamerani polni prям ko'rsatmayapti? Nega только 1-2 minutini ko'rsatyapti? Agar polni ko'rsatadigan bo'lsa, уже bilinadi-yu, jinoyat ishmi yoki yo'qmi? O'sha savol bizda ham bor, lekin kimga shu savolni berishni bilmayapmiz-da biz ham. Bizda ham bor u savol. U savolga javob beradigan insonlar politsiyada o'tiribdi. Biz zapros bilan chiqqanmiz, endi o'sha zaprosga javob kutyapmiz. Ularga faqat zapros bilan chiqish kerak ekan. Yoki bo'lmasa, men agar ekspertiza javobini olishim uchun men anaqaga vaqtinchalik nimaga turishim kerak ekan. Uchotga, ro'yxatga. Feruza opajon, assalomu alaykum. Men hayronman bir nimaga. 3 oygacha kamera zapisi ushlab turiladi-da. 3 oydan keyin avtomatik o'chib ketadi. Shuni shular poylamayotganmiki, shu 3 oydan уже mana vaqt anaqa bo'lyapti-da, 3 oy bo'lib qolyapti-da. Shuni Endi bilmayman, biz tushunishimizcha o'zi vashiyatda 1 oyda deyildi. Lekin uni arxivdan ko'tarsa bo'lar ekan. Bu yerda ham har bir shaharni har anaqasini o'zini, endi bilmayman, bu o'sha yerda gapi, men o'zimni olib gapirayotganim yo'q.
O'zlarini boshida o'sha kamerani ochasan, ochmaysan deydigan boshlar o'tirar ekan. Bu yerda короче borku, mafiyalar ko'p ekanda, bir so'z bilan aytganda. Opala bitta gap aytib olay, bitta gap aytib olayda. Shu narsachi Aytavering. O'zbekistonga kelsa to'shni ochiladi. Nimaga ular bekorga katta gapirmayapti-da, ularni qandaydir u yerda ishlangan odami bor. Qandaydir ashu Koreyadagi Endi bu yerda insonlarga politsiyani ishonish katta agar bir tanki bor tomondan ularda. ko'raman desangiz, bu yerda politsiya kech borgan, 3 soatga kechikib borgan, pasportlarini olib ketmagan, pasportlari hamma narsasi turgan. Ular nima uchun borganda, nima uchun qaytib ketgan? Bu savol ham bor bu yerda. O'lgan odam ham o'zbek, ular ham o'zbek. O'zbeklar ochadi ularni, ko'rasizlar ayblarini. U yerda Endi katta uni ishonchli o'zbek odam bola bor. boyagi bolalardan so'ragan, boya kelib Koreyadagi politsiyasi ham kelganda o'zbek bolalardan so'ragan. Nima bo'ldi degan, ha, mana shu yerga osib qo'ydi-da, deb bitta ro'molni tepaga ilib qo'yishgan, bog'lab. U narsani men ko'rdim. Bo'ldi, o'sha narsani rasmga olgan, bo'ldi, boshqa joyni rasmga olmagan. Faqat o'sha Masalan, men narsani shuni rasmga olganda, nima bo'ldi, ha, mana shu yerga osib qo'yib, shu yerda o'lib qolibdi desa, ha, bo'ldi deganda chiqib ketishavergan. Na pasportni olishgan, na daftarni olishgan, hech narsa olinmagan edi, hech narsa. Uni to'g'ri. keyin o'zlari chiqarib, o'zlari harakat qilyapti. Necha kundan keyin уже biz qimirlay boshlaganimizdan keyin boshlashyapti harakatni. Feruz opa, uzru Politsiya men olib endi ketmagan, hech narsa olib ketmagan. Ammo O'zbekistonimizning milisalari ochadi bu ishni opa. Boshqa davlatga O'zbekistonlarning militsiyalari уже ko'rib ochib o'tiribdi, faqat ularda dokument yo'q-da. Men o'zimizni o'zbek anaqa tergovchilarga ishonaman. Men boshqa davlat boshqa davlatga jon tortmaydi-da, ularga problema kerak emas, lekin bularni katta ishongan odami bor bularda. Ko'yningni to'q qil, men eplayman bu yerni deb xullas aytganda, Jaydar aytganda, ularda ishongan odami bor. Bekorga ular katta gapirmayapti deb o'ylayapman opa, yana uzru. Ashna deb o'ylayapman. Ularda qandaydir ashitli mesni odamlari bor ishongan, mesni bunday aytganda. Biz ham gapirsak bo'ladimi? Assalomu alaykum, Feruza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Feruza opa, ular o'zlaricha karillayaptiki, politsiya kirganda birinchi kirgan vaqtda Nozimani rasmga olgan. Uni rasmlari farqli, ya'ni holati. Bizga tarqalgan rasmlarga nisbatan jim tur. Farqli. Qayerda Onasi olgan politsiya ko'rsatilgan. rasmga deyapti. O'sha uyda olingan rasmlari deyapti-da. Uyda rasmga olmagan. Qarang, shunday tarqatishyapti ular. Politsiya kelmagan-ku, qanday uyda rasmga oladi, o'ylab ko'ring. Bersin. Feruza opa olgan bo'lsa bersin. Kelmagan, politsiya to'shni kelmagan. Politsiya 1:09 da bular unga telefon qildik deyishyapti, skoriga. Menga og'zaki gapida Sherzod aytayapti. Og'zaki gapirib berganida boshida Sherzod aytayaptiki, men kirib bordim deyapti, skoriga telefon qildim deyapti, 20 minut kutib turdim, skori kelmagan deyapti. Skori kelmaganda deydi, keyin men uni ko'tarib chiqdim deyapti. Uni ko'tarib chiqqan men ko'rgan videoda Sherzod yugurib kelib, undan keyin uni ko'tarib olib chiqishgan-ku, politsiya ko'rsatib berganda 1 minutni ichida olib chiqqan. Lekin orada 13 minut anavi qolib ketgan-ku ichkarida Siroj. 13 minut u nima ish qilgan ichkarida? U turibdi, uni ko'rsatib berishyapti. Politsiya kechroq kelgan. Politsiya aynan o'sha payti kelmagan. Aynan buni o'zlari mashinalariga solib, bular больницаga o'zlari olib borgan. Politsiya olib bormagan-ku. Politsiya undan keyin больницаga kelgan, больницаdan keyin uyiga kelgan politsiya. Kech kelgan, aynan o'sha paytda kelmagan. Rejalashtirishganda hamma Da, ssenariy shunaqa tuzilganda, bo'lmasam u vannani narsasiga osishi hech bir aqlga hech kim undan o'lmaydi, bo'lmagan narsa yo'q. Videoda ham Ssenariylashtirilganda. berilganki, uchalovligi gaplashib turishganda, avaz nima dedi, Sherzodlarga savol berganda, qani deganda, politsiya hozir olib ketdi deyilgan u yerda. Biz olib bordik nimaga? Politsiya bizni olib ketdi deyilgan, shunaqa gap qilganda. Shunimiz 100 xil gapiryapti bular. O'zlarini gapiga o'zlari ishonmayapti-yu, to'qib Xo'p, tashlash. agar politsiya olib ketgan bo'lsa, ular ko'tarib chiqayotgan rasm qayerdan keldi unda? Opalar Sherzodni boru Javohirjon so'roq qilganda uni hamma yoqda aytib berardi, yana bir pas so'roq qilganda. Uni 1 soatda hamma yoqda aytib beradi agar O'zbekistonga gap kelsa. U aytib bo'lgan, o'sha Sherzodni ham hamma yoqda aytib bo'ldi-yu, masalan.
Sherzodda yaxshi anaqa qilsa aytib beradi, haqiqatan ham shunaqa. Uni mana shu zo'r tergovchilarimiz bor masalan biz O'zbekistonda 1 soatda u hamma yo'qni to'kib beradi. O'sha U ko'zi anavi aytib aytgan nima bo'lsa ham qo'yning yog'ma degan. Ha. Uni Nima bo'lsa ham Javohirjon o'zi qattim turib. yonida daldalari turibdi-da yana ham uni dalda bo'lib turibdi-yu yonida o'zini Manimcha-chi, yana bitta versiya paydo bo'lyapti-da. Hozir Ferza Bekto'layu mafiya messi shunaqa nimalari bor. Ming bor uzr. Gulchehra. Mikrofonlarga e'tiborli bo'linglar, juda ham shovqin kelyapti. Xo'p. Qaranglar, bitta versiya paydo bo'lyapti-da. Berilib gapirmanglar. U zapis qilib olayotgan bo'lishi ham mumkin-da, pastda narigi tarafdan. Akajon, nima bo'lsa ham shu oxirigacha boring, orqaga chekinmang, negativlarga e'tibor qilmang. Zapis qilsa ham bizga qo'rqmaymiz, biz adolat tarafdorimiz. Ismini aytmanglar. Sizlar eshitmaysizlar, faqat o'zlaringnikini ma'qullab turaverar ekansizlar. Biz ham gapiraylik. Men ham gapirsam maylimi? Maylimi? Feruza opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Tuzuyimiz, sog'ligingiz yaxshimi? Sizga beraymi bu savolni yo Javohirjonga beraymi? Opa, men bunaqa ishlarni ustida juda ko'p bo'lganman, tergov jarayonlarida. Meni bitta narsa juda qiynayapti, opa. Bu gumondor shaxslar saqlanib turishi kerak. Nimaga bular ochiq oydin bemalol o'zlaricha o'yin qilib, izdivasa qilib, o'zlaricha gruppa ochib, bunaqa o'yin qilib yurishibdi. Ularga endi mumkinmikin endi, opa? Qarang, bu yerda bunaqa narsa bo'lyapti-da. Bu yerda bunaqa narsa bo'lyapti. Ular gumondor shaxs deb politsiya tan olmayapti-da. Politsiyaga ular ishontirganda, mana shu yerda osilgan turganda biz yechib olib bordik. Biz anavi skoriga telefon qilganimizda, skoriga adresini ayta olmaganimiz uchun o'zimiz ko'tarib, o'zimiz olib ketdik degandan keyin ular ham qarayapti, migrant kamiga bular ariza yozmayapti hech qaysi. Bizga ham bosh og'riq kerakmi deyapti-da, yopmoqchi bo'lib tergovga qadar jarayonni olib boryapti surishtiruv ishi. Faqatgina Sherzod og'zidagi gapni eshityapti, Sirojning og'zidagi gapni eshityapti-da, yopib boryapti ishni, tushunyapsizmi? Opajon, siz Sirdaryodamisiz, opa? Sirdaryodamisiz? Ha, Sirdaryodan. Opajon, men siz bilan bitta ko'rishay, men Qo'qonlikman, meni taniysizmi yo'qmi, o'zimni tanishtiraveram, откровенный. Men Zelionida savdo qilardim, Valichuylarda oldida tanisangiz. Xo'jayinim bilan detskiy kiyim sotardik. Hozirda men Fedya Maroshkani oldida do'kondaman. Opa, men siz bilan bitta ko'rishay. Xudo xolasa, hozir Koreyadaman, borganimda ko'rishamiz. Koreyadamisiz? Siz Sirdaryoga qachon kelasiz? Jon opa, meni balki sizga yordamim tegib qolar. Xudo xolasa. Feruza opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Feruza opa? Qarang, men bitta narsa hozir nima qildimda? Va politsiya bormaganini qanday bitta narsa sostikovka bo'lyapti-da. Предсмертная записка degan narsa bor edi yerda, to'g'rimi? По-любому u ekspertiza qilinishi kerak-da. Liba Siramno aqqa sababchi deb yozyapti-ku ismni. Nima uchun задержать qilmagan ular politsiya? Bunaqasiga ham они должны были либо доказать, что это не ее, isbotlab berish kerak edi. Liba baribir Sherzod degan ism qani ana открыто пишет. Bunaqa narsa bo'lyapti bu yerda, bilasizmi nima? Bu daftarni biz bilmaganmiz-ku, aynan qizimni kuzatayotgan kunida menga avaz bilan Farida mana shunaqa omonatni ko'rdik deb o'sha yerda Sherzod cho'kkalab o'tirganda menga o'sha daftarni ko'rsatib berishdi-da. Keyin men aytayapman, bu daftarda shunaqa yozilgan ekan desak, ularning aytishicha bu daftar yozuvlar Koreyada bu kuchmas ekan, bu kuchga kirmas ekan. Bizda O'zbekistonda bu kuchga kiradi. O'shani aytyapman-da. Meni bilishimcha O'zbekistonda bu ism yozilgan ismni baribir chaqirib, sababchimi, u gumondor shaxs sifatidami buni so'roq qilishadi-da. Bu yerda bu narsa o'ynamas ekan rol. Bularda umuman kuchga kirmas ekan bu narsa. Men tushunishim bo'yicha. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Bering. O'g'lim bor, Alloh sabr bersin. Shu politsiyalar kirganligi shu bir nimalarni, videolarini bir ko'rsatmadimi sizga? Apa? Ko'rsatmasa ham. Politsiya qayerga kirganini? Uyga tekshirgani mana kirgan haqiqatda shu soatda degan. Yo'q, ko'rsatishgan yo'q ular, umuman ko'rsatishgan yo'q. Keyin bir kun Javohirbek kirib aytdilar,
O'sha men bitta video oldim. O'sha qaytib chiqib turganini o'sha anavi Nozimaxon bilan anavi balani qaytib chiqib turganini aytib beruvdilar. O'sha videoni ko'rdingiz siz? Ha, ko'rsatdim. Tanishmadi boshqa qiz deyishyapti dedi. Siz Javohirbek aytib beruvdilar bir kun shuni. Ko'rdim men videoni Ha, chiqartmadi 50 ga 50 ga o'xshatdik-da biz ham. Biz 50 Ha, ga 50 hali ga sumkani o'xshatyapmiz. olib boray deb chiqib ketgan ekan. Hali Hmm. Nozimaxon bir shapalar urgan ekan. Shular aytib beruvdi Javohirbek. Zopa, assalomu alaykum. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Hozir 50 ga 50 Tomka deganda bitta narsani aytib o'tib ketaydi, maylimi? Savolim bor edi. Gapiribman bir Alo. Savolim bor edi, maylimi javob beraverasizmi? Bitta savol berdi-da. Mana shunday gapirib o'tib ketib savolim emas. Savol emas. Bu somka, Sherzodlar somkasini olib chiqib ketgan, o'zi kamerada ko'rilgan, lekin video syomka qilishayotganda, serial olinayotgan payt bu kimni somkasi deganda, meni somkalarim deb aytgandi. Ha. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, menimcha shunday edi. To'g'ri, sumkalar ichkariga qaytib kirib qolgan qandaydir. Ha, qandaydir qaytib kirib qolgan. U lekin Lekin chiqib ketgan. kamerada necha soat oldin sumkalar chiqib ketgan bo'lgan demoqchisizda? Ha. To'g'ri. Shu gapimiz. Feruza opa, boya Alo. biz 50 ga 50 o'xshatdik dedingiz, Alo. Nozimani dedingiz. Feruza opa. Ma bu yana Sherzod bilan Siroj olib chiqib ketayotgan qiz, sochi yoyilgan. U Alo. lekin aniq Nozimami Feruza opa? Savollar bermoqchilar. Qisqa video olingan u nimaga ham gruppaga bu aniq Nozimami shunda? Sochi yoyilgan qiz. Men hech qayerda Nozimani aniq Nozima deya olmayman, chunki hech qayerda yuzi tushmaganda. Ha, o'shani biz ham Sizlar to'g'ri aniqlolmadik. tushuninglar-da, onasiz-ku, nahotki tanimaysiz, falon piston deyishlaring mumkin-da. 2 yil 3 oy ko'rmadim qizimni, lekin taniyman, tanimayman demayman. No, yuzi tushmagani uchun gavda o'xshashi mumkin bir-biriga. Yuzidan anaqa hech qaysi anavi ham ko'rsatdi, politsiyada ko'rsatgan kameralarda ham qizimni yuzi hech qayerga tushib qolmaganda. No, gavdasi bu yerda hozir mana ko'tarib ketayotganda gavdasi o'xshaydi, oyoqlari, qo'llari gavdasi o'xshaydi haqiqatan. Uni betini ko'rmaganim uchun men 100% Nozima deyishga haqqim yo'q buni hech qayerda. Yuzi o'zi aniq ham tushmabdi-da, shuning uchun anaqa shu savolni Ha, berdim. o'zini bunday gavdalarini o'xshatdim, o'xshatmadim deya olmayman. Lekin yuzini ko'rmaganimdan keyin bu narsani aytishga meni haqqim yo'q. Yo'q, bu Nozima deb men o'qib keta olmayman-da bu yerda, lekin juda ham o'xshaydi, haqiqatan o'xshaydi. Feruza opa, shu gapingizga qo'shimcha qilmoqchi edim. Luboy ona yuragidan ham, qalban ham his qiladi-da, o'zini qizimi, qiz emasligini. Uni qanaqadir oyog'ini qadam bosishida yoki qanaqadir joylarida o'zini qizligini baribir his qiladi-da, ko'rganda. Men necha yil ko'rmagan taqdiringizda ham sizni ich-ichingizdan, yuragingizdan Nozima emasligiga ishondingizmi? Demak, u Nozima emas. Siz onasizda chunki. Bo'lishi mumkin. Mana bu olib chiqib ketayotgan joyida Nozimaga juda ham o'xshaganda, lekin tepada politsiya ko'rsatganda men Nozimaga o'xshatmaganman u narigi nimani, kamerani. Unda lekin men sirazu ularga ham aytdim, bu Nozima emas, yurishi o'xshamayapti buni. Menga qaytadan yuzlarini ko'rsatib beringlar deganimda nimagadir shubhalida hech qayerda yuzi tushmaganda o'tdi. Vashi tushmagan yuzi. O'shaning uchun ham men u narigisidan juda ham qattiq ikkilanganman. Politsiyadagi kameralarda mana olib chiqayotgan kamerasida o'xshatdim lekin gavdalarini. No, unda kiyimlari boshqa, soch turmagi boshqacha edi politsiya ko'rsatganida. Bu olib chiqib ketganda kiyimlari ham, sochi ham vashi boshqacha edi. Yerda boshqa, bu yerda boshqa edi. U ikki xil aniq edi. Bitta mafiya aralashgan. Assalomu alaykum Feruza opa, yaxshimisiz, tuzimisiz? Assalomu alaykum. O'shani men anaqani uzr ming bor kechirasiz, men shu savol emas, endi aytyapman. Feruzani nima edi? Nozimani o'ylayapman. Birinchi turmush o'rtog'i o'zbek bo'lganmi, kars bo'lganmi? Xitoy bo'lganmi? Birinchi turmush o'rtog'i anaqadan bo'lgan, Xitoy bo'lgan.
Xitoy bo'lgan. Balki o'shani qo'li yo'qmikin deb o'ylayapman shu ishlarga. Voy, nima deganingiz bu? O'ylab Rosa gapiring, gapirsin. oyingizniki bo'lganligim kelyapti, Xitoy bilmasmi? deganda Xafa Xitoylikni bo'lmang. tushunmanglar. Bu Uyg'ur musulmon yigiti Uyg'ur bo'lgan. bo'lgan, Hisobga ne qo'yinglar. shunaqa bo'lgan, gaplar lekin to'g'ri, gapirasizlar. musulmon anaqasi bo'lgan. Mana qaranglar, U Uyg'urlar Xitoy O'zbekistonda emas. edi, u Koreyada emas edi, u O'zbekistonda edi. Bizi Uyg'ur yonimizda Uyg'ur edi u. millati, Uyg'ur millati bo'ladi. U hech qanaqa Xitoy bo'lmaydi. Kommunizm paytida O'zbekiston Turkistonni bosib olganda shunaqa narsa. Unaqa savol Nima beryapsiz? shu hozir kerak shu narsa? O'ylab savol beringlar. O'shani qo'li yo'qmikin deb o'ylayapman-da. O'ylab savol beringlar. Bitta uni qo'li bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda bizni yonimizda edi u, biz tomonga borgan edi. U bu yoqda yo'q edi Koreyada. Qanday uni qo'li bo'lishi mumkin? Yana bitta gapda Bular birga yashamagan bo'lsa ham, bir-biriga kelisha olmagan bo'lsa ham, bularni muomalasi biz bilan, o'zi bilan anaqa вообще нормальный edi u bolani muomalasi. Feruza opa, anaqa bunaqa savollarga javob bermang. Yo'q, вообще-da endi. Farosatsiz savollarda, farosatsiz savollar. opalar yana bitta narsada Nozima bo'lishmasin. xonim o'zini nima qilayotgan paytda telefonga ovozini telefon qilib Sherzod unaqa deb gaplashdi-yu, shunga ham hayron bo'ldimda. Nozimaxonni 4 ta qo'li bormi? O'zini bunaqa qilayotgan paytda 2 ta qo'li bilan telefonda gaplashdimi degan savol sizlarga ham qiynayaptimi? Qanday o'zini anaqa qilayotgan odam telefonda olib gaplashadi deyman-da. 4 ta qo'li bo'lib borishi kerak. Odamni to'g'rimi? 2 ta qo'li bilan u yoq bu yoq qilayotganda 2 ta qo'lida telefonda gaplashadigan bo'lishi kerak deb. Shu narsa ham qaranglar, qiynayapti-da o'sha meni. yerda yana bitta narsa borda, e'tibor qilsangiz agar, stol turibdi. Stolning ustiga chiqyapti-da, o'zini tepaga bog'layapti, to'g'rimi? Tepaga bog'layapti-da, telefonni olib gaplashmoqchi bo'lyapti-da, lekin uje ovoz xirillayapti. Stol hali ketgan yo'q-ku oyog'ini tagidan, qanday ovoz xirillaydi? O'zi majbur gapirtirayotgandek bo'ldi menga. Biroq majburlab turib, telefonni ushlab turib, ashuna qildirayotgandek bo'ldi meni nazarimda. Yo'q, men demoqchi bo'lganim, stol ag'anab ketgandan keyin odam xirillamaydimi? Osgan odam o'zini stol ag'anamay turib qanday xirillaydi bu bola? To'g'ri. Yana ham telefonda Любой ushlaydi joyda, masalan, odam. molxonada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, kinolarda ko'rgan bo'lsangiz, любой joyda o'zini osayotgan inson oyog'ini tagidagi narsa tushib ketgan, u siljib ketgandan keyin uje bo'g'ilib xirillay boshlaydi. Bunda unaqa bo'lmayapti. Bunda xir bo'layapti-da, keyin uje taraq turuq qilib stol tushib ketyapti. Stolni boshqa odam ontarganga o'xshayapti menga. Yo'q, boshqa odam ag'darganda emas. Betda umuman borku, o'zini osmagan. Bu taraf osmagan. boshqa xonada bo'lgan. Osmagan. Yo'q, men ham xuddi shuna deyapman. Bo'tda o'zini osgan odamni qirillamaydi ovozi, nafasi o'chib tezroq o'ladi. Uzr lekin aytmoqchimas edim. Ferzapani qiynavardinglar shuni aytib. Yo'q, men savollar. Yo'q, nemedlenni o'ladi. O'zini osgan odam nemedlenni o'ladi. Nemedlenni jon beradi osilgan odam. Nima aqliyle ishlamaydi? Uzr, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, lekin qiynalyapman-da. Shu paytda telefonda odam 4 ta qo'li bo'lishi kerak-ku. 2 ta qo'li bilan telefonda gaplashsa demoqchiman. Voy, hammasini javob aytganlar-ku. Gapiring, iltimos, emotsiyaga berilmang. Alo, savolim bor edi. Zura. Savolim bor edi Ferzapaga. Ana bu Javohir birinchi nimalarda detalizatsiya masalasi nima chiqqan edi. O adashmasam avvalgi detalizatsiya edi. Shunda Nozimani nomeri ham bormidi? Bilmadim, men chetda e'tibor qilmabman bu narsaga. Bu hali nimada kommentariyalarda o'qishim bo'yicha shu 4-o'rinda turgan nomeri Nozimaning nomeri deb aytishgan edi. Demoqchi bo'lganim bu tanimayman, boshqa men xabarim yo'q, bu qizni birinchi marta nima qilib ko'rib turibman deganim, lekin telefon vizitlari bo'lgan bo'lib chiqyapti bu holatda. To'g'ri bo'lishi mumkin. Hali bilmayman degan gap to'g'ri kelmayapti demoqchiman. Tanimas. Feruza yana bitta savol. Assalomu alaykum. Alo. Gapiring. Haligi homiladorlik test kodi-yu, o'chirib qo'yishmasin, qizilni bosmasin, iltimos. Xo'p, eshitamiz. Homiladorlik testi chiqqan edi, unga nima deysiz?
Nima Nima deyman deganingiz unga bu? men Nima hozir? deganingiz bu? Bular nima akillab kelyaptizmi? Jinni xonami bu. Atigi kelib savol berishyaptimi? Atigi qizillarni bunaqalarni uyatsizlarni Test sharmandalar. saniki edi, saniki. Meniki yo, svitiga Qandoq meniki otishgan ekan, ana yetishyapti avazakin. Tani Uyatsiz, testiniku, qara sharmanda. itinam chiqibdi. Qizillamasin. Bo'ldi, qizlar, Sharm, hayo yo'q. Qizlar. O'zini test Assalomu qilibdi-da, alaykum. chiqibdi. Assalomu alaykum Feruza opajon. Yaxshimisiz? Uzr, gapinglarni bo'ldim, tuzimsiz? Rahmat. Xudo kuch-quvvat bersin. O'rtoqlar, ozgina savol bermasdan oldin og'zimiz bilan beraylik, qalbimiz bilan beraylik, boshqa joyimiz bilan emas. Ozgina o'ylaylar. Bu yerda o'tirgan, maynavotchilik qilib o'tirgani yo'q bu yerda hech kim. Maynavotchilik qilib boru. Jonga tegdinglar, andoq o'sdi, mamundoq o'sdi. Osilmadi degan hamma detallar keltirib berildi. Hamma narsa etildi. Chaynab og'zingizga solib qo'yildi. Yutib olinglar. Tamanoz opa, maylimi bitta gapirsam? Tamanoz opa, maylimi o'sha qizga bitta gapirsam? Meni savolim Feruza opaga bo'ldi, sizlarga emas. O qizga gapirmang. Nimaga gapirmaydi? Efirga chiqqandan keyin savolimga javob berish kerakmi? Yo'q, majburman. Menga qarang, men javob beraman. Majburman emaslar-u. Qizlar, majburman sening savolingga javob berishga. Urishmaylar, eshitinglar. Qizlar, bitta gapiringlar. Savolga javob bermaydi. Gapga bosmanglar. Savolga javob bergani o'tiribdimi efirda? Yo'q. Siz bor o'sha men ham qiziqyapman test ko'tarib odamdan so'rab olgin. Sevinch, to'xtab turing. Men savol bering, shu javobingizga test bilan yo'q, kelishib Feruza olganman. pamatsiz bo'lsiz. Feruza muz. Qalbizam muzlab admin bo'ldi qilinglar iltimos. javob bersin, qilamasizlar. Yo'q, javob bermanglar, Feruza opa, majburmasizlar. sekin. Nargiza Feruza opa javob bermay bunaqa paskudili berish kerak emas. Javob bermaydi. Sizlarni kallanglar bilan ishlang. Bunlar ana ovozini o'chiringlar ana uni. Hop, Chalashmanglar, bo'ldi. Savolimga javob bersin, shuni kutyapman, xolos. Avvalakani efirida chiqdi. Matyakupovani. Aslida qanaqa javob beradi? Muz, menga qara. Muz. Seni ham bolang shunaqa bo'lsa yoqadimi? Bolang motivatsiya qilsa yoqadimi? Yo'q. Onamisan sen? Uyalmaysanmi? Bunaqa kuchuklarni yopib qo'yish kerak. Qilinglar, bozor. Mana ana shu muz degan inson savolga javob savolni berdi. Eshiting, men gapiryapman. Siz menga savol berdingiz. Endi gapimni eshiting. Shu savol sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni men ko'tarib chiqqanim yo'q testni. Boringda avazdan so'rang. Bo'ldi, mana gapingizga javob berdim. Endi ikkinchi savolimni ham eshiting. Siroj efirda yana savolingga sen kuchuksan. Bu testni o'zlari qo'yib, o'sha testni bular yo'q, jo'natgan qanaqa javob berasiz? Men o'ylaymanki o'sha videoda javoblar savollarni eshitmadim. To'xtanglar, iltimos. Gapiring savolingizni. Nima demoqchisiz? Erkak jimo'tir. Turadigan dorilar ham jo'natgan, isbotlarim ham bor. Meni odamim orqali onasi Feruza opa deb ashnaqalar deb gapirgan edi. Shunga qanaqa javob berasiz? Senga nima? Menga qarang, ayolmisiz? Qanaqa qilib bermaysiz? Ona bo'lmay, uyatsiz, ona bo'lmay-ya. Bolam bordir, seni ham bolam bordir, uyalmaysanmi? Sharmanda. Qizingni erkaklar shunaqa izdivatsiya qilsa nima bo'ladi? Ko'tara olmaysanmi? Qayerda ko'tarasan? Tashavarasan o'zingni. Bitta gapiringlar, bitta. Navbati. Nikoh tug'ilgan fillos marras. Mayli.
o'sha qanaqa dori, nima dori jo'natganman, isbotlab bersin. Men dori qizimga ko'p jo'natardim. Judayam har xil dorilar jo'natganman. Aptekadan chekigacha olib, aptekadan jo'natgan dorilarim bor. Bosh og'riq dori jo'natganman, oshqozonga dori jo'natganman, grippga dori jo'natganman. Lekin ichidagi o'sha u aytayotgan dorini menga isbotlab bersin gapirishidan oldin. Isbotini qilib bersin. Gapi ham isboti yo'q, gaplar Benikoh ko'p. tug'ilgan la'nati kirib qolibdi-ku bekka, quvinglar betdan benikohni. Feruza o'ylamaysiz, qiling kasal bo'lib qolasiz. Yo, mayli. man gapiray, Javob iltimos. beradi Siroj, hali sudda javob Feruza beradi. opa, bular valadizino, valadizino. Man Hammasi gapiray, valadizino, mayli, shunaqa man savol gapiray. beradiganlar. Eshitinglar, man gapiray. O'sha muz deb yozib qo'ygan qiz. Menga qarang, o'sha avazakangiz bu Nozimani icharkan, chakarkan deb chiqdi-da, o'shanga isbot keltirib berdimi? U testiga ham ishonmaymiz biz, o'zi qo'yib qo'ygan, xo'pmi? Unisiga isbot keltirsinchi qani? Ichadi, chekadi degan gapiga isbot keltirib beradi. Hech kim ishonmadi. Ishonmaysiz gaplariga. Bolalarim baxtim. Bolalarim baxtim. Boya agar gap boshlamaganingizda shu yopilgan edi. Yopdik bo'lsa mana yana siz boshladingiz. Bo'ldi qilinglar. Alo, assalomu alaykum. So'ravasin-da, bunaqa gaplarini bu yoqqa kelib gapirmasdan. Bo'lmasa, Assalomu alaykum. Qizlar, mumkinmi? Feruza opaga bitta savolim bor edi. Bering. Feruza opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Nozimani joylari jannatda, oxirati obod bo'lsin. Feruza opa, bitta meni qiziqtirgan savol bor-da. Qarang, Anora bilan siz gaplashib, Koreyada ko'rishgansiz-ku. O'sha menimcha marhum yuvishga ham kirganda Anora. O'sha yerda shubhali nimalardir sezgan ekanmi yoki sezmagan ekanmi? Anorami? Ha, Anora. Ularni gaplashishidan, Farida bilan Sitora, Avazbek gaplashishidan nimalardir shubhali sezilgan ekanmi, yo'q ekanmi? Sezgan u, o'zi gapirib berdi-ku, bunga endi o'zi javob beradi-da, Anora kirgan paytda. Lekin u ko'rgan, u bilgan, o'sha oyog'ini, qo'lini yuvganda gapirib berdi bu gaplarni agar eshitgan bo'lsangiz. Yo'q, masalan, ayol kishi o'sha paytda sizning shubhali nimalargadir e'tibor bermagandan keyin, bunaqa taraf chiqib qolgandan keyin, mana bu yoqda shu gap bo'luvdi, demak shunga bo'lgan ekanda deb o'sha ongi bilan Yo'q, bu ko'zi bilan ko'rgan, qizimning ahvolini ko'zi bilan ko'rgan. Ha, tushunadi. Shuni so'ramoqchi. Bitta bo'lmas, yana qizlar ko'rgan, bitta bo'lmas. U qizlarni biz просто anonim ushlayapmiz, chunki mumkin emas, bilasiz, hozirgi paytda. O'shaning uchun ularni aytganimiz yo'q. Ikkita, uchta qizlar bizga anaqa bergan. Nima? Голосовой. Ha, голосовой berilgan. Endi ular hammasi sudga taqdim etilib, o'sha paytda u qizlar kimligi aytiladi. Hozirgi paytda biz uni ayta olmaymiz kimligini. Bittagina Anora emas edi, yana undan tashqari yana ikkita qiz ham bergan bizga bu haqida. Aytishga aynan bo'lgan, bu narsalar bo'lgan. Aynan mana shu hozirgi bizdagi rasmlardagi narsalar qizimda bo'lgan. Bir daqiqa Feruza opaga anaqam savol emas, shu gruppani o'ziga gapim. Hozir bitta inson kiryapti-da, negativ gap antdan keldimi, ularni o'zini odamimi, mamtga shovqin qilgani keldi-da, ularni so'raganini biza beryapmiz. Mamtga birlashish shumi endi? Boshqa ayollar shaq. Feruza opa ona bo'lib turib shunchalik sabr bilan birorta gaplariga tutilmasdan javob beryaptilar. To'xtanglar desam, hech kim eshitmayapti. Shovqin qilganlarda odam chiqib ketgisi kelyapti-da. Bitta gapiringlar, raz negativ yozyaptim, bittada shundoq qizillash kerak, bo'ldi, boshqa savolga o'tish kerak, bitta gapirib. Nima kerak buncha shovqin qilib? Feruza opani sabriga ham, gapirish madaniyatiga ham men rostakamiga men o'zim ham onaman, qoyil qoldim-da. Jimil desa ham jim bo'lishmayapti-da, birin-ketin gapirib tashlashyapti. Ularni so'raganini beryapsizlar, chapga shovqin qilib o'chirib qo'yishdi. Sizga hozir muzdim qarang, hozir mana shu muzni temasini sizga aytaman. Yaxshi qilindi. Gapirib ust qilib juda yaxshi qilindi. Bu mana shunaqa harom bilan ovozni shunaqa o'chirmasa o'chirilmaydi. Qanaqa madaniyat? Madaniyat shulardan istavosmi? Men boshqa temani aytmayapman. Men imindi mana shu bilan hozir gaplashilgan test voqeasini aytyapman. To'g'ri. Ularda madaniyat yo'qligi o'zi shundoq ham bilinib turibdi. Ularda yo'q, endi admin hozir yo'q bo'lib qoldi. Qarang, admin yo'q bo'lib qoldi. Undan paytdan foydalanyapti. Nima qilamiz? Madaniyat bilan testini eshitib o'tiramizmi? Chin opamday ko'rganman-da.
yoshligimizdan shu Men bitta gap aloqamiz gapiray. qarindosh Men bitta gap sizlar. gapiray. Mikrofoningizni Assalomu yoping alaykum. opa. Assalomu alaykum hammaga yana bir marta. O'rtoqlar, mana bunaqa narsa. Mani jahlim chiqayotgani hozir bitta Sevinch degan qiz jigari yozgan ekan, boya bolalarim baxtim. Ey, menga qaranglar, boya aytdik, bu temani yopamiz dedik-da. To'xtang, men shu qizga bitta gapiray dedik, keyin ikkinchi bema'ni befarosat savolini berdi. Sal gapirishayotganinglar, madaniyatni bilinglar, bilmasanglar eshitib o'tiringlar, gapirmanglar. Lish bir gapirish uchun gapirmanglar, iltimos o'rtoqlar. Iltimos. Men bu yerdan kelayotganlarga to'ppa-to'g'ri aytyaptilar. Biz xohlayotgan narsasini beryapmiz. Biz emas, sizlar beryapsizlar. Sizlarning soyangizda biz ham shular orasida ketib qolyapmiz. Ferzipa ham mana ertaga boradi javob bera olmadi deydi. Sal kallanglarni ishlatinglar, bo'ldi qilindi deyildimi? Bo'ldi, stop, yopinglar. Yana shu mavzuni cho'zg'lamasdan. Agar shu bolalarim baxtim kirib ikkinchi gapirmaganda ikkinchi savol kelmasdi. Ovozni o'chirib chiqib ketardi. Siz bir-biringlarni hurmat qilinglar, yo mayli bir-biringlarni hurmat qilmanglar, o'zinglarni hurmat qilinglar. Hamda marhumani oilalari o'tiribdi, marhumani onalarini hurmat qilinglar. Gizepa menimcha siz eshitaylik deb savolini kirmoqmiz. berib bo'lgandan keyin bolalarim baxtim gapirdi-yu, nima deb tashyapsiz? Siz menga yozyapsiz lichkamga, bolalarim baxtim noto'g'ri gapirdi. Siz vashi baqirib noto'g'ri ish qilyapsiz-da. O'zingizni bosib oling. Sevinch. Bosib oling. Sizni ishingiz bo'lmasa. Sevinch, bolalarim baxtimga gapirdilar, jimin deb. Desalar u qo'shilib gapirib ketdi. Ko'rib turibmiz u. Bo'ldi qiling, mikrofoningizni yoping, iltimos. Asabiylashmanglar. Hozirgi paytda biz bekorga asablarimizni tugatishimiz kerak emas. Hali biz oldinga qancha kuch-quvvat bilan yurishimiz kerak. Sinishimiz kerak emas. Biz ular shuni kutib turibdi. E'tiborliroq bo'linglar, sabrli bo'linglar. Hamma narsa sabr bilan. Biz ularni gruppasiga o'xshab, bizni gruppada unaqa lo'lilar yo'q. Ularning ahvolini qaranglar, qanaqa ahvolda. Biz hamma narsaga harakat qilib, tinchlikda javob beramiz, xudo xolasa. Hech qayerga qochib ketadigan joyimiz yo'q. To'g'ri, asablaring buzilyapti. Menga berilgan savollarga ona bo'lib turib, ayol bo'lib turib chidolmayapsizlar. Endi men indamay turganim, men ham sizlarning o'rningizda bo'lganimda xuddi shunaqa harakat qilar edim. Lekin hozirgi vaziyatda menga bu narsa mumkin emas. Ular shu narsani kutyapti. Kompromat qilishyapti. O'sha manipulyatsiya bilan ovora bo'lishyapti-da. O'shaning uchun men o'rnimga sizlar baqirib olyapsizlar. To'g'ri, sizlarning jonlaring achigandan asablaring buzilib ketyapti. Menda ham bu narsa bor. Yuragim og'rib ketyapti, to'lib ketgan. Lekin hozirgi vaziyatda men judayam o'zimni ushlashim kerak. Bitta, ne to'ka 1 metr, 1 qadam, yarim qadam ham xato qilishga haqqim yo'q meni hozirgi paytda. To'g'ri. Azamat mikrofoningizni yopib qo'ying. To'g'ri. O'zingizni ushlab, hammalaringni anaqalaring to'g'ri, hammalaringni eshityapman, fikrlaring ham, poddershkalaringga ham besh ketyapman. Haqiqatdan ham to'g'ri, hamma joyda to'g'ri qilyapsizlar. Lekin ularga uyatli bo'lib qolmaylik, o'zimiz inoq bo'laylik degan maqsadda aytyapman. To'g'ri, jonlaring achyapti. Men uchun juda ham qayg'uryapsizlar, juda ham buni orqasidan men kuch olyapman. Rahmat hammalaringga. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, ilohim. Sog' salomat yuringlar, ilohim. Amin. Yo'q, bilmaymiz-ku, antdan bittasini jo'natib, bor chatda bir shovqin qilib buzib kelgan desa, hozir birin-ketin gapirishyapti shovqindanchi, shartta shunday dalilni bularni shovqin qilishiga ham bilasizmi? O'chirib yuboradi-da. To'g'ri, bularni ham shovqin qilishiga borda, ichlari yonib ketyapti-da bularni ham. Men gapira olmagan gaplarni bular chiqarib berishyapti-da hozir. Ular to'g'ri, ularga manipulyatsiya kerak bo'lyapti. Chidolmayapti. Bu yerdagi ayollar ham haqiqat bo'lib, nohaqlik bo'layotganini ko'rib chidash olmayapti-da bular ham ataylab qilmayapti. To'g'ri, to'g'ri bo'lyapti. Ular ataylab qilayotganini bilib o'tiribmiz. Bittada qizillab chiqarib yuborsa, u yana shunday boradi. Admin joyida bo'lmay qoldilar hozir. Shunaqa vaziyatda qizillashamiz. Yo, bittada qizillashamiz. Jim tursanglar, o'zi juda ham Ferzopam adekvatni javob beryaptilar. Biz shovqin qilib tashyapmiz. Jim tursak, o'zi joyiga o'tkazib, adekvatli javob beryaptilar hamma savollarga. Opalaki yana bitta narsa.
Tamannoz opa yana bitta narsada Darmanli erkaklar odammi, kirmayapti-da. savol Ichidan emasda, u ham kichkinalari, ayol kishidek kattalari o'ylab, mundoq kirishyapti. orqa oldiga qarab, javob berish kerak, savol berish kerak-da u. Yarashmaydi-da bunaqa savol. Hozir jinni, Hop. g'inni, detskiy Yo'q, biz nima savollarni sizni berib, xursand ayoldan kelib qilyaptilarmi? mayinlama pullik qilib. Bo'ldi, tushundik, Mana hammamiz Bo'ldi o'zimiz qilinglar. Temani yig'ishtiringlu, bo'ldi, mana temani Bo'ldi bunaqa yoping. narsada yig'ishtiringlu. ular o'ylayapti mana shunaqa uyaltiradigan savol bersak bu ayol o'zi uyaladi deb o'ylayapti-da, lekin bu Voy, Nimaga o'zlari uyalish kerak? Nimaga o'zlari uyalish kerak? Hech yo'q, qani bu eshitding. hammamizni boshimizdan o'tadi, Yo'q, hamma his tushunmadingiz qiladi. gapimni, tushuning oxirigacha eshiting gapimni. Ular shunaqa o'ylayapti, lekin menda unaqa fikr yo'q. Menda o'zlariga yarasha javobim bor, Allohga shukr. To'ppa Gapirgan to'g'ri, gapini o'ziga to'ppa qaytarib to'g'ri. yuboryapmiz. Bitta Gap qo'shmay uyaladigan turaylik. narsani o'zi yo'q. Ular shunaqa fikrda kirib kelyapti-da, kirib kelaversin o'sha Ahmad, fikri bilan. mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Ahtammi? Ahmadmi kim? Tamannoz opa yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Boyatdan beri erkaklar kiryapti. Bizdan kichkinadir, kattadir, baribir ko'chada yuradigan erkaklar-da ular. Ayollarga qaraganda ko'proq narsani tushunishadi. Shularga gapiray deyapti, ayollarning ichida bo'lib turib erkak qo'lini ko'tarib. Ozgina shularga ham bir imkoniyat beringlar, gapirsin qani. Ko'cha ko'rgan insonlar-da ular. Bir nimani sal bir yaqinroq gapirib, savol berib kimgadir yana ochilmagan narsalarni ochishi mumkin. Bitta erkakga nima bo'luvdi, savoy shu Ferzapani gaplarini bermaydi, gapiraver, og'ir deylar, bo'ldi, endi vordiradi. Endi sani mos bo'lmasdan erkak ham dangallo'nda ikkita og'iz savol berib sekin ketish kerakda, erkakligini bilib. To'g'ri. Feruzona, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu Bitta alaykum. mavzuda gaplashmoqchi edim. Sizga rahmatli Nozimaning telefonlarini jo'natishdi-ku. Aha. Bular aytishyapti, bizaga telefon qildi, biza ko'chada edik bu paytda deyishyapti-ku. O'sha narsa bormi sizda? Telefon bo'lgani, mayli rasm boshqa narsalarni o'chirdik, nimadir dedi ular, eshitdim bu narsani. Faqat viziflar, boshqa narsalar qolganmi telefonda yoki tozalashganmi? Tushunmadim men siz gapingizni hozir. Nimani o'chirgan, Nozimani nimani? telefonlarini tozalab jo'natishgan viziflarni. Hozir ular aytishyapti-ku, bizga telefon keldi. Biz ovozni eshitib keyin kirdik uyga deyishyapti-ku. To'g'rimi? Ha. O'sha telefonni sizga jo'natishganda vizif turganmidi? Ko'rdingizmi tekshirib? Yo'q, bu yerda telefon tozalangan. Telefonni ustidagi O'sha o'zini fondagi rasmlarigacha hamma narsa tozalangan. Sim o'sha karta telefonni daji almashtirilgan. Aynan u telefon kelmagan bizga. Ikkinchi telefoni uyda turgan zapas telefoni kelgan bizga. Keyin yana bitta ma'lumot berishim kerak. Men ko'p chetga chiqib kelaman, erim Amerikada bo'lganlari uchun. Mendan qanaqadir shubhalanib telefonimni tekshirishmoqchi bo'ldi. Bilmadim nimadandir. Biza borganimizda shunaqa, meni pasportimga problema keldi, bilmayman nimadir bo'ldi. Telefonimni tekshirayotganda chet davlatga inglizcha gapiradi, men uncha tushunmayman. Erim javob berdilar o'shanda. Mumkin emas ekan o'zi, даже aeroportda ham qanaqadir jiddiy sabab bo'lmasa agar birovning telefonini tekshirishga. Boshqa davlatga, imенно O'zbekistonga emas, boshqa davlatga ham. Ularni haqqi yo'q edi demoqchiman. Qanaqadir ish ochsangiz ham bo'ladi shu narsani ham. Telefonni, birovning telefonini ochib, tozalab, keyin jo'natgani uchun. Ha, bu odamlar deyapsiz-da, to'g'rimi? Ha. Assalomu Ha, alaykum. u aniq gap-ku, u bor, to'g'ri aytyapsiz uni. Men o'ylabman politsiya deb aytyapsizmi debman. Yo'q, не только politsiya, qanaqadir jinoiy bo'lganda, agar o'sha odamga nisbatan bo'lganda, aniq isbot nimadir bilan ochishi mumkin ekan. Agar qanaqadir gumon bilan просто takka dalil bo'lmasa agar ochib, u narsani tekshirib, birovning telefoniga kirish ruxsat berilmas ekanda. Bu yerda uni telefonini hech kim tekshirmaganda, buni telefonini o'zaro o'sha yerda bo'lgan odamlar tozalagan, tushunyapsizmi? Ha, o'sha ham mumkin emas ekanda. Endi uni tushunmaydi-da bular. Ular o'zini izini o'chirish kerak-ku. Shu narsa bo'yicha ham qanaqadir ish ochtirsangiz bo'lar ekan demoqchiman. Qonun Uni ham bo'yicha. kirgizib o'tsangizlar. Ha, shunaqa. O'zi boshlanadi xudo xolisa.
Feruza opa, Assalomu bitta narsa alaykum Feruza opajon. Assalomu alaykum. Allohim sizga sabr bersin. Nazma singlimizlar jannatdan bilsin, oxiratlari bo'lsin. Ilohim, amin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ayting. Men o'zim Koreyada yuraman, 5 yil 6 yildan beri. Aha. Biz koronavirus paytida ham shu yerda bo'lganmiz. Virus bilanmiz. Telefonda sim kartasi bor telefonda kim qayerda bo'lgan, nima ularni bilsa bo'ladi. Ularni tekshirib ko'rdingizmi? Berganmiz tekshirishga. Ha, shuni bilaydi o'zim. Rahmat. Xo'p, sog' Feruza opajon, sizga bir savolim bor edi. Xo'p. Hozir ana tergov jarayoni endi Koreyada bo'lib o'tyapti. Bizada O'zbekistonda bo'lgan paytingizda хотя бы shu blogerni ustidan qolgan ana Storami, kim yana Farida, ular menimcha hammalari Koreya o'zi fuqarosi bo'lganmi ular? Men ular fuqaroligini bilmayman, to'g'risi. Aha, ularga nisbatan deyman, masalan, endi shuncha videoda bo'lgan haqoratli so'zlari uchun ham ariza bersa bo'larmikin, berganmisiz, yo'qmi deb so'ramoqchi edimda. Ha, Koreyada berilganmi yo O'zbekistondan turib berib, keyin ularni O'zbekistonda ham berganman, Koreyada ham berilgan. Ha, xo'p. O'zbekistonda ham hozir tengma-teng advokatimiz ishlab kelyapti. O'sha payt 18-mart 18-martmidi, 17-mart kunimi advokat olganman. O'sha kundan beri advokatim tingani yo'q. Har kuni xat bilan chiqadi, har kuni ishlab kelyapti ular ham. Tengma-teng. O'sha yomon so'zlar gapirgan boyagi odamlar ham hammasi berilyapti. Hammasi anaqaga 02 qilib ichki ishlarga berilyapti hammasi. Feruza opa. Chunki bizada O'zbekistonda haqiqatan ham hattoki jamoat joyida bir haqoratli so'z uchun ham qancha javobgarligi bor-ku. Shu uchun deyman, u biz dunyo ko'rib o'tirgan joyda qancha provokatsion so'zlarni gapirgani uchun ham javob berish kerak ular deyman-da. Ilohim buyog'iga sizga ilohim Allohim yo'l yo'riq beradi. Biz ham hammamiz podдержкада bo'lib o'tiramiz. Agar biron kamchilik bo'lsa bizga murojaat qilavering, tortinmang. Ilohim sizga Allohim sabr bersin, sog'lik bersin, umringizni uzoq qilsin, ilohim o'g'ilchalarni ham. Hamisha tinch bo'ling. Bizlar intiqlik bilan kutamiz. Agar bizlardan biron yordam kerak bo'lsa, uyalmay nima qilavering opajon. Lichkamga ham yozsangiz yordam qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Feruza opa, bitta savol. Doimiy o'tirmaganman. Endi balkim bu savol berilgandir. Sherzod o'zini tutib beradigan darajada daftarga o'zini ismini qanaqasiga u joyini masalan kesishmagan videoda Sherzodning ismi qanaqasiga u daftarga tushgan? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mani o'zimcha fikrim, bu ishga boshqa insonni qo'li bo'lib turib, hamma diqqatni Sherzodga qaratishdimi, o'sha barmoq izlari chiqmasligi uchun ham degan fikr keldi-da. Boshqa inson bitta odam bo'lmagan, to'g'ri gapiryapsiz. To'g'ri. Bitta odam bo'lmagan, lekin Sherzoddan bo'lgan bu yerda. Bu daftar ataylabdan yozilgan daftar bu. Undan keyin yozilgan degan taxminan bor bizda. Aynan o'sha payt yozilmagan, undan keyin yozilgan bo'lishi ham mumkin ataylabdan. Hamma narsani Sherzodga qaratishyapti. Yo'q, Sherzodda aybi bor bu yerda, 100% aybi bor Sherzodda, lekin meni taxminim bo'yicha bu yerda bitta bola emas, 2 yoki 3 bo'lishgan bular. U hamma narsa o'tib bo'lgandan keyin, uni больницаga olib borgandan keyin, undan keyin daftar chiqqan. Uni ataylabdan уже Sherzodga ko'rsatib qilishgan. Sherzodga ko'rsatishgan. U daftarda Nozimani yozuvi emas u daftar. Tем более 2 xil ketyapti. Unisi aytyapti, yirtilgan varaqda yozilganida qizil ruchka bilan deyapti. Bizga ko'rsatib berishyapti daftarni qora ruchka bilan. O'shaning uchun bu yerda 2 xil gap bo'lyapti. Feruza opa, qarang, u daftarni topgan vaqti sizga qachon aytgan? Mana daftarda shunaqa daftar bor ekan. Qizimni uyga jo'natishayotgan paytida bizga ko'rsatishdi. Ungacha hech kim ko'rsatgani yo'q. Pasportini ko'rgan odam daftarni prям ko'rmaganda o'zini ochib, tipa spontan.
Bilmaymiz u daftarni hech kim ochib ko'rmagan. Ana unda unday tortmalarni tortayotganda daftar ichida turgan bo'lgan. U keyin yozilgan. Agar u Sherzod ham Da. ko'rmagan u yozuvni, Sherzod ham bilmaydi degan taxminim bor meni, aynan aytolmayman aniq deb bu narsani. U daftar Sherzodga qaratilishi uchun kimdir orada o'sha unga nisbatan nimadir bo'lgandiki, yozib qo'yishganda uni keyin. Feruza opa birinchi qizil ruchkada yozgan, o'xshamagan, keyin boshqatdan yozgan. Qizil ruchkada Gruppada yaxshimisizlar? qizil ruchkada yozilgan boyagi varaqqa yozgani bor-ku, uni varaq deyapti. U varaq taktugi bilan yo'g'ib ketgan. Qayerga ketadi u varaq? O kalish bilan avaz bilan ana bu yozuv bir xil bitta o'likni jo'natayotganga ustiga yozilganda u nimani почерк bir xil chiqyapti. Bitta nimani ko'ringlar, saytga bor o'sha. Почерк bir xil yozuv bir xil chiqyapti. Men ko'rdimda o'shani. Assalomu xayrli kech. Eshitamiz? Feruzaxon qarangda, o'sha kuni videoga olgan-ku, ular videoga olgan vaqtda seri chemadan turuvdi-da. O'sha Nozimanikimi o'sha chemadan? Ha, u chemodanlar Nozimaniki. O'sha chemadanlar Nozima bilan birga bordimi? Qay paytda sizlarga O'zbekistonga keldimi chemadan? Keldi Keyin Nozimadan keyin. Nozima bilan birga kelgan bo'lsa, qarang, uyni bo'shatyapti-da, bular Nozimani buyumlarini qayerga olib borib qo'yishgan? Sotib O'sha yuborishgan. yo'q, qarangda, chemodanlari sizga boryapti-ku, uyda tozala deb aytdi debdi. Setora olib ketgan. Kim olib ketgan o'shani deymanda? Setora olib ketgan. Ha, Setora olib ketgan, bo'ldi, tushundim. Demak, uni ham aloqasi bo'ldi, chunki buyumlarini o'zi olib ketyapti-da. U bilish kerak. Assalomu alaykum. Gapirsam maylimi? Alo. Eshityapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men bu daftar bo'yicha gapirmoqchi edim. O'sha daftarga Sherzod majbur qildi deb yozilgan-ku, bu yerda u Koreyada boya aytish bo'yicha Koreyada javobgarlik yo'q-da. Sherzoddan to'nkab, Sherzodga to'nkagan taqdirda ham, shu Sherzod aybdor bo'lgan taqdirda ham quruq chiqib ketmoqchi bo'lib yozib bergan menimcha. Bilmasak endi. Chunki bekordan bekor u yozib sizga aynan ko'rsatmaganda. O'sha Sherzodni aybdor qilgan taqdirda ham Koreya qonunchiligi bo'yicha unga jazo berilmaydi-da. O'shani bilib turib sizga yozib bergan menimcha avaz. Uni bilib turib yozib bergan taqdirda ham. Xo'p, bilib turib yozganda biz O'zbekistonda keyin bu yoqda jinoyat ishi yopilsa O'zbekistonda ochishimiz mumkin degan narsa ham bor-ku bu yerda. Yo'q, boshida bilmaganda, ular ko'p narsani xom qilgan-ku, ular o'zicha o'ylab boshida bilmaganda, oddiy bo'lib ketadi hamma narsa deb o'ylagan. Bo'lishi mumkin. Feruza opa bo'lmasa do'ppi aytmaganda sizga o'sha daftar jo'natyapman, shunaqa narsa yozuv bor deb sizga aytmaganda bo'lmasa. Yo'q, u qizimni jo'natayotganda aytdi, mana omonati dedi, ko'rsatdi. Lekin ichidagisini bilmaydi. Yo'q, ko'rsatdi ichidagini, mana deb ko'rsatib berishdi. Endi bildik biz dedi-da. Bizga как будто endi bilgandek qilib ko'rsatib berdi. O'sha payti ko'rmovdik. Politsiyada ekan bu daftar dedi. Lekin politsiyada bo'lsa daftar o'sha kuni kelgan politsiya o'sha kuni kelgan daftarni olib ketmagan bo'lsa, qaysi payt kelib daftarni olib ketadi politsiya? Shuni aytyapman-da, sostыковkalar bir-biriga to'g'ri kelmayotgan joylari ko'p bo'lyapti-da shu yozuv bilan. Juda ham ko'p bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'sha narsani bilibdi ham. U xolis bo'lsa, nimacha aytmadi? Hammaga ommaga chiqib, mana bunday, mana shunaqa yozuv yozib ketgan u deb, nimacha san deb, nima Sherzodni urishmagan, gapirmagan o'sha vaqtda, video efirlar qilib. Bilmasa hech kim bilmasin bu omonatni, o'zizga berib yuboramiz deyishdi. Xo'p dedim, men berib yuborishdi keyin. E'tiborli hozir rosa Sherzodni Feruza opa, mana shu qog'ozni Sherzodni yozib qarang, bitta hozir mana shu sinimiz savollariga bitta ozgina qo'shimcha. Feruza opa, siz hozir aytdingizki, politsiya beribdi qog'ozni dedingizmi? Qaysi qog'ozni? Mana bu yozilgan qog'oz bor-ku. Daftarnimi? Politsiya olib ketgan ekan dedi, mana berdi deb ko'rsatib berishdi. Politsiya. Qarang, Feruza opa, qarang bu yerda, qarang. Mana bu politsiya beribdi. Politsiya jinnimi? Meni ko'radigan ishimni avazga berib yuborganmish. Bu bog'cha deydizkimi bu yerda?
Shunaqaga o'xshayapti-da. O'sha joyga Feruzaxon o'tib. uzr. Advokat qarang, mana shu endi advokat baribir aqlli bo'ladi. Endi agar chetda qolgan bo'lsa, bitta narsani anaqa qilish, advokatga bir so'rab ko'ring. Politsiya nimani olib ketgan, ro'yxati bilan nimani qaytargan. O'shalarni ham so'radimi-ku advokat? Agar so'ramagan bo'lsa, bir so'rab ko'ring advokatdan. Xo'p, chunki politsiya nimani olib ketgan, nimani qaytargan. Bu ham muhim Politsiya narsa. bormagan ham o'zi asli. Shu javob berilmaydi-da, shunga olib ketgan, qaytargan narsasini ro'yxat bilan olib ketish kerak, ro'yxat bilan qaytarish kerak. Men tajribamdan kelib chiqib aytdim. Chetda qolmasin. Qanaqa javob turing? Eho qaytyapti sizdan. Mikrofoningizni yopib turing. Assalomu alaykum, xayrli kech. Assalomu alaykum. Feruza opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Alloh kuch-quvvat bersin sizga. Men Pravdadan To'retashga domdanman. Sirdaryo. Sog' salomat bo'ling, biz siz bilanmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh kuch-quvvat bersin. Ilohim. Feruza opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta savolda, mana shuncha ishlar bo'lib o'tdi. Mana Allohim nozimaxon joylar jannatda bo'lsin. Sherzodni deymanda, Sherzodni ota-onasi bir sizga bir haligi nima deydi, aloqaga chiqib haligi. Endi masalan biz o'g'illarimiz 2 soatga kech qolsa xavotir olamiz-ku, endi bular o'g'illar qancha ish orttirdi. Haligi bir uzr-ma'zur so'raganda qilib bir gapirdilarmiki siz bilan demoqchi edimda. Yo'q, Xavotir olibdilarmiki, mana sizni boshingizga qancha ishlar tushdi. O'g'illarni narsasidan bir haligi nima deydi? Tushuntirib berolmayapman. Yo'q, ular aloqaga chiqqani yo'q. G'am qilib, bir narsa qilib o'tirishibdimikin deymanda. Bular qanaqa darajada o'tirishibdiki, xotirjam uylarda. Endi uylarda qanday o'tirganini bilmaymiz, lekin bizga aloqaga chiqishgani yo'q. Assalomu alaykum Feruza opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Hozir bularni gapiga aytmoqchi edimda, bularni hozir eshitib, avvalambor o'zi bu gruppa bunaqa narsa borligini men bir haftami bo'ldi bilganimga. Ungacha faqat o'zim bilan o'zim anaqa qilib, o'sha boshidan ko'rganimdan, birinchi ko'rganimda o'sha xonalarga kirib, butulkalarni otganida men qanaqadir ko'nglim bilan sezdim, men hech qaysini tanimayman, lekin Nozimada ayb yo'qligini biluvdim. Joylari jannatda bo'lsin. Joylar jannatda, musofir yurtlarda shahid ketdilar-yu. Shunda ham anaqa deganim hozir bularning savoliga. Bu insonlarni onasi o'ziga o'xshagan insonlarda, misol uchun uni ham eshitdim, mana u Fidapelmi, o'shani ham eshitdim. Uni onasi oq qilgan ekan, o'shani hamtovoqlarida. Misol uchun men xayolimga o'zimni keltiraveraman. Xo'p, bir ikkita anaqalarda ko'rdim. Bu avazda nima aybi bor? Nima aybi bor? Misol uchun men o'rniga o'zimni qo'yib ko'ryapman. Men blogerman, shunaqa joyga chaqirdi meni. Men bordim, u yerda vidno hamma narsa ko'rinib turibdi-yu, u yerda qotillik bo'lgan. Tim bo'li o'zbek ayoli uni himoya qilish kerak, erkak, o'zbek ayolni himoya qilish. Sezdim, reski nima qilaysanlar, bu yerda shunaqa bo'lgan-ku. Demagan hamtovoqligi, uni ota-onasi oq qilganlik, bular hammasi bir tavba qildim. Xudoni o'zi kechirsin, Xudoni anaqasi bilan gapirishni xohlamayman. Bir jirkanch insonlarni yig'indisi deydimi, nima? Shunaqa insonlarda bular hammasi. Keyin men ko'p eshitib aytamanki, umuman boshqa odamlarning qo'li bor. Qanaqadir faqat shularga urg'u berib, shularning ismi, shularga nima deydi, andormon bo'lib qolib, nimalardir chetda qolib ketdi. Endi, конечно, zo'r advokatlar, yaxshi insonlar, misol uchun Javohir ham ko'p anaqalarini ko'raman, yaxshi odamlar harakat qilyapti-yu, uni baribir kimlardir, balki endi bizga ham aytmayotgandir, buni tagiga ham yetib borgandir, lekin meni o'zim ichgani ham umuman boshqa odamlarda ham qo'li bor deb o'ylayman. Bor, bu yerda. Men shunaqa deb ko'p narsa o'yladim. bor.
Bu narsani yana takrorlab o'taman. Ko'p narsalarni bilamiz. Men bilmayman demayman bu Manam narsalarni. shunaqa Prosta deb o'ylayman. aytishga haqqimiz yo'q. Vaqti soati bilan Xudo xolasa yetkazamiz bu narsalarni. Oz qoldi, judayam Xudo xolasa oz Holi qoldi. eshik o'sha kunlarda har Allohim kuni mehribon. kirganimda Ol- davlat ishida Allohim ishlaymanda mehribon. ko'p vaqtim Xudo bo'lmaydi. xolasa hammasi yuzaga chiqadi, javobgarlikka tortiladi. O'sha qilgan, gapirgan har bitta so'zlari uchun ham, qilgan ishlari uchun ham javobgarlikka tortiladi. inshaalloh. Allohdan har kuni buni so'raymiz. Qo'limizda juda ko'p narsa bor. Aynan meni o'zimni qo'limda ham juda ko'p narsa topganman, juda ko'p narsalar bor. Manam shunaqa deb o'ylayman. Prosta aytadigan joy emas hozir bizda. Ozgina Xudo xolasa sabr qilib tursak, hammasi yuzaga chiqadi. Sabr Biz qilamiz. indamay turganimiz, bu bizni aybimiz bor. Bizni qo'limizda hech narsa yo'q degani emas. Prosta u gruppada manipulyatsiya kelayotgani uchun, aylab qilishayotgani uchun, bilib olish uchun qilayotgan gap so'zlari uchun biz indamay javob qaytarmaslikni o'zimizga ravo ko'ramiz. Unday odamlarga teng kelishni xohlamaymiz ham, teng kelmaymiz ham. Menga bu narsa kerak emas. Men o'zim energiyamni yana bir marta aytaman, energiyamni unaqangi odamlarga sarflashni xohlamayman. Menga bolamni yuzini yorug' qilib, shu ahvolga solgan jinoyatchilarni jazolash uchun kelganman. O'shaning uchun men o'zimni sabr toqat bilan Allohdan sabr so'rab, harakat qilib, shuni o'tiribman. Men bilan birga yurgan insonlar ham xuddi shunday. Anoram, Javohir ham, boshqalar ham hammasida mana shu niyatda yuribmiz biz. O'shaning uchun sizlarga ham iltimos qilaman, sizlardan ham so'rab qolaman. U har xil gaplarga e'tibor qilmasliklaringni, bu gaplar prosta provokatsiya, manipulyatsiya bo'layotganini, biza advokatimiz borligi, bir ikkita savollar keldi menga. Advokat qanchaga olgan, qayerdan olgan, ko'rsating, aniq olganmi, aniq olmaganmi degan bir ikkitasi yozgan ekan. Biz bu narsaga e'tibor qilib javob qaytarmadim, lekin mana hozir общийda aytib ketaman. Advokatlar aniq bor. Kimligini ko'rsatishimiz hozir biz noo'rin deb hisobladik. Ozgina vaqt o'tsa, advokatni ham ko'rasizlar, hattoki qancha to'lov bo'lgan chekini desanglar, chekini ham ko'rsatib beramiz. Hamma narsamiz bor qo'limizda. Faqat bizga hozir ozgina vaqt beringlar. Xudo xolisa biz ham Allohdan o'tirib turib yurganimizda faqatgina yuzimizni yorug' qilishini, mana shu ish uchun kelganimizni, bu yerda hech kim o'ynab yurgani yo'q. Biz ular bilan lo'lilik qilib urushishga, to'g'risini aytaman, men o'zimga ularni teng ko'rmayman lo'lilik qilishga. Men unaqa ayol emasman, lo'lilik qilib ular bilan tenglashishni xohlamayman. Meni maqsadim nimaligini hamma yaxshi biladi. Bu yo'l bilan men bu narsaga erisha olmasligimni bilaman. Hozir ularga meni bitta og'zimdan yomon chiqqan gap kerak. Maqsad o'sha advokatni ham bilib olish bo'lyapti. Mana shu birinchi, ikkinchi advokatlarimizni bilishi, mana shunaqa ishlar bo'lgani uchun biz ozgina kech qoldik bu ishlarda. Lekin bilganimizdan keyin ozgina o'zimiz puxta, pishiqroq bo'lishga harakat qildik. Juda qattiq, juda yomon gaplar kelyapti biz tomonga. Buni ko'tarish oson emas. Mana shuncha ayol, hatto erkaklar ham urushib, janjal qilib yuborishyapti. Ularning qilgan qiliqlariga men ko'rib, sizlarni tushunib turibman, bu narsalar ataylabdan bo'layotgani yo'q. Meni ichimdagi gaplarni chiqarib beryapsizlar. Buni menga chiqarish mumkin emas. Buning uchun meni orqamda turib, menga duo qilib, meni shunchalik podдержка qilib turganlaring uchun hammalaringga katta rahmat, hammalaringdan minnatdorman. Ozgina kech bo'ldi, endi men bugun chiqaman. Javohirga ham, Anoraga ham, hammalariga juda ham minnatdorchilik bildiraman. Ilohim hammalaring sog' salomat bo'linglar. Allohim panohida saqlasin. Hammamizni Allohim panohida saqlasin. Hech kimni boshiga Amin, bunaqa amin. musibat, bunaqa mushkul ishlar tushmasin hech qachon. Xursandman sizlarda insonlar borligidan, meni shunchalik qo'llab-quvvatlaganlaringdan judayam xursandman. Biz Xudo xolasa yana yaxshi yangiliklar bilan yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar. Oxirigacha boring opa. Hech qachon orqaga chekinmang. Negativlarga e'tibor qilmang. Oxirigacha boring opa. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Assalomu Kasal alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Alloh Yaxshimisizlar o'zi qizlar? kuch-quvvat bersin. Alaykum assalom. Assalomu alaykum Gizopa, Opalarim, yaxshimisiz? o'rtoqlarim, singillarim, ne bunaqa shovqin qilasizlar? Ey, onani jonini jonidan sug'urib oldik. Boya bitta qiz xafa bo'lyaptilar menga.
ishlamga bir dunyo narsa yoztirib o'zi asabim Siz buzilyapti. anaqa emasmi? Otinoy emasmisiz? Yo'q, men Otinoy emasman. Men